Xush kelibsizlar. Barchangizni ko'rganimdan xursandman. Eee, Mendan oldin juda ham chiroyli ma'lumotlar berib ketishdi do'stlar. Bilib olsam yaqindan, sizni yaxshiroq tushunishim uchun kecha taqdimotda qatnashib, bugun yana qayta bu yerda qatnashayotganlar bormi? Juda ham ko'pchilik. Bugun birinchi marta kelganlar. Menimcha shu qo'l ko'tarmaganlar birinchi marta kelib turganlar. Xush kelibsizlar. Bugun seminar vaqti. Menimcha siz taklif qilgan vaqtda ham, taklif qilgan insonlar ham shunaqa deyishgan. Seminar bu ochiq muloqot degan do'stlar. Sizlar bilan bugun ochiq, samimiy suhbatlashamiz. Haqiqatda ham juda ham bir chiroyli ma'lumot bo'ldi. Insonni salomatligiga taalluqli eshitib turgan bo'lsangiz, imkoniyatlar tanishtirildi. Siz qanday o'ylayapsiz bilmayman, lekin men shu kecha kunduzda gaplashib turgan har qaysi inson bilan insonni xulosasini olib aytadigan bo'lsam do'stlar, har bitta inson hayot tarzi yaxshilanayotgani sari, qulayliklar, zamonaviy imkoniyatlar ko'paygani sari hammani ko'proq yashagisi kelyapti va yana yaxshi yashagisi kelyapti. Menimcha siz ham shunaqa fikrdasiz. Qarilikni sog'lom va baquvvat holda kutib olishni xohlayapti hamma. Menimcha bu yerda shunaqa insonlar o'tiribdi. Qarilikni sog'lom kutib olay, baquvvat kutib olay degan insonlar bor. Nimagadir oxirgi paytda gaplashgan har 30 ta insondan 25 tasi, hech bo'lmasa 28 tasi mana shu haqda albatta fikrini aytib o'tadi. Shunday yashash kerak o'zi odam deb. Men bundan xursand bo'laman. Chunki endi ish boshlagan paytlarimda odamlarga shu xulosaga kelishi uchun ancha vaqt gapirardik. Hozir odamlar xuddi shunaqa xulosasi bilan kelyapti. Avvallari sog'lik muhimligini tushuntirardik. Voy menga qarang, ana dang'illayotgan to'ydan ko'ra sog'lig'ingiz yaxshi. Avval sog'lom bo'lishingiz kerak. Sog'lom bo'lsangiz to'ygacha yetib olasiz, xudo xolasa derdik-da. Sog'lom bo'lsangiz kontrakt to'laysiz, xudo xohlasa. Sog'lik muhim deb sog'lig'ini tushuntira olmasdik. Hozir Xudoga shukr xalqimiz tushunyapti. Biz ana telefonni, internetlarni yomonlaymiz, lekin ana shu ham ancha odamlarga dars berib qo'yayotganini tushunyapman. Yaxshimi, yomonmi informatsiyalar olyapmiz, xabar topyapmiz. Sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanish haqida eshitib turibsiz menimcha. To'g'rimi do'stlar? Bilmayman, qayerdan bunaqa xulosalarga kelyapsiz? Men shunday o'yladim. Hayot yaxshilanayotgani sari odamlarni yaxshi va ko'proq yashagisi kelyapti menga o'xshab. To'g'rimi do'stlar? Bu ma'lumotni ilk marta eshitgan paytim yaqindan tanishib olish uchun aytyapman sizlarga. Milliy universitet magistraturasida 2-kurs talaba edim. Milliyda o'qiganlar bormi? Bor ekan, mana o'zimiznikilarda. Milliy universitetda talaba, yana yangi turmushga chiqqan, qo'lida chaqalog'i bor, 3 oylik chaqalog'i bor, kelinchakman, oyoqlarini orasini ochib shina taqib qo'yishgan. Kim shunaqa bolaga ko'zi tushgan? Voy, hamma qo'l ko'taryapti. Men xursand bo'laman bir vaqt mana shunday qo'l ko'tarishganda, meni odamlar yaxshi tushunyapti deb. Lekin ikkinchi tomoni bor, xafa bo'laman. Nimaga shuni hamma biladi? Demak, bu narsa ko'p. Men aytaman, aslida farzandimdagi bu muammo meniki edi. Chunki farzandimdagi displaziya degan o'sha shina taqilgan diagnoz, kalsiylari kamligi, golovkalari vaqtida o'sib kirmayotgani, qattiq terlashi, nimjonligi, injiqligi, kamqonligi hammasi meniki edi. Sog'lom onadan sog'lom bola deydi-ku do'stlar. Mendagi muammolar edi aslida bularning hammasi. Men ma'lumotlarda o'tirib eshitgan paytim menga mahsulot farzandim uchun rosa qiziq bo'ldi. Lekin o'zingiz o'ylang, student oilasimiz. Xo'jayinim ham student. Ular shundoq Milliy universitetning yonida politexnika bor. Politexnika institutida doktoranturada o'qiydilar. Fanlar akademiyasida ilmiy xodim. Doktorlik dissertatsiyasini yo'qlash arafasida turibdi. Endi studentlar ular ham o'z nomi bilan. Men ham studentman. Ijarada yashaymiz, o'zimizda uyimiz yo'q. Oilada to'ng'ich farzandmiz. Ukalarimiz hammasi yeyman, ichaman, kiyaman, o'qiyman degan paytda uydan umuman yordam ola olmaymiz. Shunaqa vaqtlar bo'ladi. Bilmayman, shu ro'zg'orga kerak narsani ola olmaganmiz. Endi menimcha tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Homiladorligim ham ekonom tarifida kechganda, aslida sog'lom onadan sog'lom bola deyapman. Aslida homiladorlik vaqtidan boshlangan edi bu yetishmovchiliklarning hammasi. Men o'tirib turib mahsulotni eshitdimda, meni taklif qilgan inson baraka topsin, bilib chaqiribdi-da dedim. Student oilasini tasavvur qilish qiyin bo'lmadi. Shunaqa xursand bo'lib turibman, mana bu mahsulotlarni eshitayotganda, yaponskiy, koralloviy kalsiy tarkibida 60 xil dengiz minerallari bor. Keyin mana bular hammasini aytayapti. O'ylamang, men to ungacha chora qidirmadim deb qidirdim. Farzandingiz bilmayman, cho'kayotgan odam xasga ham osilgisi keladi-ku. Biz xuddi shunaqa vaziyatda edik. Chunki displaziya degan diagnoz jiddiy diagnozligini qachon angladim? Bilmayman, birinchi farzandim bo'lgani uchunmi, doktorga borganimizda travmatologiya institutiga
qishloqdagilar bilsa kerak, flakni ustida rezina qopqoq bo'ladi. O'sha rezinadan rengiga kirgizayotgan chaqaloqqa kiyim kiydirishar ekan. Ich kiyim, pampersini yechib tashlab kiyim kiydirar ekan. Voy, hamma kiygan narsani kiydiryapsiz, kiydirmang deb janjal qildim. Keyin nimaga kiydirmayman? U himoya qiladi dedi. Keyin men aytdim, voy, hamma kiygan kir ekan dedim. Kiydirmay qo'ya qoling dedim. Yo'q, unday qila olmayman. Sen bilasanmi, rengingni tushiryapsan. Bu oyda biz rengini bolani ikkinchi marta tushiryapmiz. Aslida bitta odam, bitta sog'lom odam bir yilda normada 2 marta rengini tushadi. Sen birinchi o'sha bir oyning o'zida ikkita tushyapsan. Hali keyingi oylarda ham tushishimiz kerak dedi. Rengingni tushirmasak-chi desam, rengingni tushirmasak, mana bu displaziya ketayotganini, golovkalar o'sayotganini qayerdan bilamiz dedi. Voy, shunaqa jiddiy narsami dedim. Chunki shina taqib yurgan vaqtim qaynonam bilan gaplashganman, onam bilan gaplashganman, shina taqyapmiz, massajga boryapmiz, parafin olyapmiz, elektroforez olyapman desam, hech narsa qilmaydi. Gulbahor ammangni qizi ham shunaqa bo'luvdi. Yaxshi bo'lib ketdi. Hech narsa qilmaydi. Ana qo'shnimizning qizining bolasini eslaysanmi? U ham shunaqa yaxshi bo'lib ketdi deyishganda, meniki ham 2-3 ta massaj bilan yaxshi bo'ladi deb o'ylaganman. Shuning uchun uncha jiddiy narsa emas deganman. Lekin rentgendagi bu gapni eshitgandan keyin yugurib vrachim oldiga bordim. Nima diagnoz o'zi bu? Rentgenga tushirmasak bo'lmaydimi? Yo'q dedi. Rengini tushirmasang men qayerdan bilaman dedi. Xo'p, rengini tushirmasdan yaxshi qilib olish yo'li bormi desam, unda yaxshi ozuqalar berish kerak. Shunchaki massaj bilan uqalab o'tirib, elektroforezlarni o'zi kamlik qiladi. Bolani ichki to'yintirish kerak oldin dedi. Ha, deb o'ylab qoldim. O'shanday vaqtda nimalardir o'ylab yuribman, nima ish qilish kerak bo'lsa qilyapman. Yaxshi kalsiylar olib ichir dedi. Aptekadagi hamma turdagi Aquaditrin, Vigantol, hamma kalsiylarni olib ichirib ko'rdim. Turetskisi yaxshi desa, uni ichirib ko'rdim. Amerikanskiy yaxshi desa, amerikanskisi hammasini qilib ko'rgan vaqtimizda bu ma'lumotni eshitib xursand bo'ldim. Chunki do'stlar, u ichgan mahsulotlarimiz ham yomon emasdi. Lekin o'zimdan ortmayotdi. Bolaga bormayotdi. Bola 3 oylik chaqaloq-ku. Emizikli. Unga o'tib borish kerak edi. Yetib bormayotgan ekan. Keyin men tushundim, meni o'zimni to'yintirmayapti, u bolagacha yetib bormaydi. Qanaqadir yaxshi narsa topishimiz kerak. Men bundan xursand bo'ldim. Lekin narxini eshitgan paytim kapalagim uchib ketdi. Kimda shunday bo'ldi? Bo'ldimi shunaqalar? Ochiqroq bo'lavering. Qimmat, ha? Endi student oilasiga qimmatlik qiladi, bilmayman endi sizlar uchun. Lekin juda ko'p odamlardan oxirgi paytlar shunaqa javob ham eshityapman. Mahsulot qimmat-a desam, yo'q, men bundan qimmat deydi. Xursand bo'laman bunaqa javoblarni eshitsam. Odamlar sog'lig'ini qimmat sanayapti deb. Men mahsulotni qimmat dedim. Keyin ana orqasidan biznes ko'rsatishdi-ku. Biznes ko'rsatishgandan keyin sekin ensam qotishni boshladi. Chunki magistraturada o'qib yurganimda xola, dugonalarim bir ikkita shunga o'xshagan joylarga borishgan. Sayohatga boramiz, ball to'playmiz, bir narsalar qilamiz, mashina olsa bo'ladi, shunday zo'r bayramlari bor, bir narsalar deyishgan, men qiziqib borganman. Lekin ko'zim yetmagani uchun men baribir qila olmayman shunaqa ishni deb ularni kuzatib turganman. Qani qayergacha borar ekan deb. Ular ham hali hech narsaga erishmagani uchun men bunaqa ishlar bo'lmasa kerak, bunday ishlarni bizga o'xshagan band odamlar qilmasin. Bunday ishlarni bor shunaqa qiladigan ishlar, shunday insonlar bor, shunaqa insonlar qilsin mayli. Men qila olmasam kerak. Men oliy ma'lumotli bo'lsam, Zulfiya mukofoti nomzodi bo'lsam, davlat stipendiyanti bo'lsam, magistraturalarda o'qib yurgan bo'lsam, men shuni o'zimcha aqlliman-da, men shuncha narsalar qilib yurgan bo'lsam, men qilmayman bu ishni deganman-da o'zimcha. Bu yerda ham shu ma'lumotni kelib eshitgan paytim menda o'zi shunaqa savollar tug'ilish boshladi. Voy, nimaga endi bunaqa shunaqa zo'r narsa bo'lsa, ha? Tinchgina aptekalarda qo'yib qo'ysa bo'lmaydimi? Voy degan shunaqa har xil savollar bo'ldi. Men o'ylayman, bugun mana shu yerda o'tirganlarda ham shunaqa savollar tug'ildi. Bugun men siz tomondaman. Ochiq muloqot aytdim-ku, keling sizlar bilan yaqindan qalbingizda kechib turgan savollar, nimalar sizni o'ylantiryapti? Mana kecha eshitganlar, bugun yana eshityapsiz. Demak, siz jiddiy yondashibsiz. Jiddiy yondashsangiz, biz sizga jiddiy tomonni ochib beramiz. Bugun birinchi kun eshitib turganlar, sizni nimalar o'ylantiryapti? Albatta, birinchi kunning o'zida hozir qaror qabul qilishingizni xohlayotganimiz yo'q. Bizning vazifamiz shu ma'lumotlarni imkon qadar tezroq, imkon qadar ko'proq va imkon qadar to'g'ri tushuntirib berish, do'stlar. Shuning uchun kimda qanday savol bor, marhamat, savollaringizni avval to'plab olaman. Maylimi, shunday kelishamiz. Birinchi qism savollarni to'plab olamiz, keyin men sizga umumiy qilib hamma savollaringiz javobini beraman. Marhamat. Kimda qanday savol bor? Bu savol emas lekin. Qanday savol? Nima ko'tarmayotganimni bilmayman.
Hech kimda savol yo'qmi? Bilasizlar, ikkita holatda savol bo'lmaydi. Qanday? Marhamat. davrida mana shu mahsulotlar yo'lga bermaganmi? Bu 6-yil paydo bo'lgan ekan. Ha. O'shanda Sizni o'rganaysizda. so'zlagansiz. Siz bugun birinchi marta eshitib turibsizmi? eshitganman lekin keyin bo'lmadim. Ha. Savol deganingizga shu. Rahmat, juda zo'r savol. Savol bo'lib ketdi-yu. Shunchalik qo'rqdim. Yashang. Rahmat, juda ham zo'r savol bo'ldi. Rahmat. Eslab qoldim siz savolingizni. Aytayaptilar, shunday zo'r mahsulotingiz bor ekan. Kirib kelgani 2016-yil ekan. 2020-yilda shunaqa xalqimiz qiynaldi pandemiyadan, Coviddan. Nahot shu odamlarga yordam bermadimi? Odamlar shuni qabul qilishmadimi deyaptilar. Savol zo'r savol bo'ldi. Hozir savolingizga javob beraman. Yana kimda qanday savol bor? Nima gap chekada sotilmaydi? Mahsulot nima gap chekada sotilmaydi? Yashang. Mendagi savol. Xo'p, mahsulotlaringiz turlari nechta? Ha, nechta turdagi mahsulotlar bor? Qanaqa kasallik? Mahsulotlar turiga har biri alohidami yo hammasi bitta jamlanma dori chidolmaysa, qanaqa kasallik bo'lsa, shu bitta doringizni ichidagi jamlanmadan tavsiya qilinadi. Xo'p, rahmat. Men tushundim, eslab qoldim. Men o'zi ish boshlaganman. Yashang. Teri rak kasali bor ekan, o'shanga qanaqa ta'siri bor? Nojo'ya ta'sirlari yo'qmi? Chunki u kasallarga vitaminga batlar mumkin emas ekan umuman. O'shanga nima? Bu qanchalik mexanizmda ishlaydi? Rahmat, tushundim. Yana kimda qanday savol? İki yol tarafında taş buldu. Koçker, kendisi koçker, kurup akdes koyacağım. Yoldan gelen Yaxshi. Homiladorlar yozilgan tavsiyasi. Zo'r savol. olti oy ichiladi deyapsiz. Degan qancha keyin chiqadi? Ha. Faqat shu 6 oy ichsam bo'ldimi yo yana ichamanmi demoqchisiz? Bo'ldi. Yaxshi, rahmat. Yana? Marhamat. Ha, har qanday kasalga to'g'ri keladimi? Yaxshi. Yaxshi, tushundim sizni. Xo'p. Yana kimda qanday savol? Qandli diabeti borlarga ta'siri bormi? Qanaqa qancha davomida ichish kerak? Qanday dozada ichadilar demoqchisiz? Xo'p, rahmat. Miyaga rakda yordam beradimi? Hozir, xo'p, eslab qoldim. Bog'chaga borib, Menga bering savolingizni. bog'chaga borganda, bog'cha opaga qo'rqitganimni debut bo'lib qolganda, hozir menga katta narsa bo'lib qoldi. O'sha bolaga yordam beraylikmi shu? Yaxshi, xo'p. Yana? Kimda savol bor edi? Opaga o'tibsa bo'ladimi? Taqdim etdim. Twitter orqali demoqchiman. Chunki Twitter orqali Instagramda reklama qilsa bu yaxshi-da, diyor. Bizda ko'p kasalliklar bor. Ko'pchilikka yordam bermoqchi. O'zingiz bilasiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, yana? Yana kimda qanday savol? Yoshingiz nechida sizni? Yaxshi. Labay. Bering savolingizni, o'tirib gapirsangizdan bo'ladi. Mahsulot halolmi, halolmi tushunmayapman. Halollik sifatlariga javob beradimi? Rahmat. O'zim halol qilyapti. Shuni internetda shuni halol mahsulotlar internetda chiqarsa deb doim shuni o'ylayman. Chunki internetda shuni uchun norozi bo'lmoqda. Qarshi o'tkazyapti. Xo'p, yaxshi. Marhamat. Yaxshi. Yana kimda qanday savol? Bilmadan. Yaxshi. Yaxshi. Aha. Yaxshi. Bo'ldimi? Menda bitta savol bor. Marhamat. Oq
qon kasalligida 7 yoshli bolaga yordam beradimi? Aha, yaxshi. Nima mahsulotlarni ichish kerak? Bitta kalsiymi yo qo'shimchasi bilan? Yaxshi. Yaxshi. Yana kimda qanday savol? Bo'ldi, menimcha. Menimcha endi boshlasak bo'ladi. Bo'qoqqa yordam beradimi demoqchisiz. Bo'ldi, eslab qoldim do'stlar, harakat qildim eslab qolishlikka. Rahmat hammaga. Zo'r savollar. Hali ham ichida savoli borlar bor, aytishga uyalib turganlar bor. Balkim siz savolingizni aytib ulgurganlar bordir, shuning uchun. Do'stlar, hammaga rahmat. Boya jim turganingizda xursand bo'lib ketdim. Voy, Xudoga shukr, bittada tushunadiganlar kelibdimi bugun deb edim. Yaxshi, savollar borligi yaxshi, chunki yana ham chuqurroq yondashib, chuqurroq savollarga javob olish imkoniyati bo'ladi, chunki men o'zim xuddi shunaqa qilganman. Farzandim uchun mahsulot qiziq bo'ldi dedim-ku. Biz o'zimiz har narsa ichaverishimiz mumkin, lekin bolangizga har xil narsa ichirmaysiz-ku. Shuning uchun bu mahsulotlarni ko'proq o'rgandim, seminarlarda qatnashdim, mutaxassislardan so'radim. Mutaxassiski shu mahsulotni iste'mol qilib ko'rgan, o'zini bemorlarda ishlatib turgan vrachlar bilan gaplashdim. Qiziqa do'stlar, men bitta shunday narsani guvohi bo'ldim. O'zbekiston Respublikasida Sog'liqni saqlash vazirligi qoshida Valiologiya assotsiatsiyasi tashkil qilingan. Mana shu Valiologiya assotsiatsiyasida biologik faol qo'shimchalar aholi salomatligiga qanaqa ta'sir qilishi, qanday mexanizmda ishlashi, o'zi biologik faol qo'shimchalar nimaga ichilishi kerakligi haqidagi bilimlar, darslar, dasturlar bor ekan. O'qib oldim shunda. Bir necha marta qayta biz tez malakalar oshirib turamiz. Bu deyarli meni ikkinchi mutaxassisligim desam bo'ladi. O'shandan keyin tezlik bilan o'qishga kirishdim, chunki inson agar sog'ligi uchun qayg'urmasa, albatta kasalligi uchun yugurishga majbur bo'ladi degan shunday gap borda. Shuning uchun men o'yladim, butun farzandlarim, kelajagim, qarindosh urug'lar uchun sog'lik haqida o'ylaydigan, sog'lik haqida fikrlaydigan insonlar ko'payishi kerak dedim. Va mana shu sohaga qiziqib kirib, o'qidim, o'rgandim, juda ham kuchli mutaxassislarning qo'lida tarbiyalandik. Biologik faol qo'shimchalarning ta'sir mexanizmi, u qanday ishlaydi, qanday organizmda qanaqa ta'sir ko'rsatadi, qayerda, qaysi vaqtda natija ko'rsatadi, hammasini, sog'lom turmush tarziga nimalar ta'sir qiladi, aslida sog'lom sifatli hayot uchun qaysi talablar bajarilishi kerak, hammasini o'qidik, o'rgandik. Ustozimiz 90 ga qarab yaqinlashayotgan inson professor Shuhrat Bayisovich Ergashev, kardiologning qo'lida o'qidik. Akademik ustozlarimiz bor. Tibbiyot fanlari nomzodi bo'layotgan ustozlarimiz bor. Mana bu ustozlar bilan biz hozirgacha aloqadamiz, gaplashamiz. Bugun siz taklif qilgan insonlarning ham aksariyati allaqachon mana shunaqa kurslarda, mana shunaqa valiologiya kafedralarida o'qib ulgurayotgan insonlar hisoblanadi do'stlar. Endi mana shu nuqtai nazardan kelib chiqib, men siz savollaringizga javob bera olaman demoqchiman, chunki men o'zim o'qib o'rganganimdan keyin mahsulot qanchalik farzandimga kerakligini tushundim. Aslida bundan 1000 yillar oldin Ibn Sino bobomiz inson yegan va yemagan narsalari uchun kasal bo'ladi deb yozib ketgan. Bugun bizdagi juda ko'p kasalliklar ko'p yeb qo'yayotganimizdan kelib chiqayotgan bo'lsa, juda ko'p kasalliklar yeyilmayotgan narsalar uchun ham kelib chiqyapti. Misol uchun, yeyotgan ximikatlarimiz oqibatda kelib chiqayotgan kasalliklar bor. O'z vaqtida yeyilmayotgan foydali oziqalar sabab, ya'ni yeyilmayotgan narsalar uchun ham kelayotgan kasalliklar bor. Hozir juda ham ko'p savollar berdingiz. Bo'qoqda ta'sir qiladimi? Sahrda qanday ta'sir qiladi? Buyrak kasalliklarida qanaqa ta'sir qiladi? Onkologiyada qanaqa ta'sir qiladi? Suyak kasalliklarida qanaqa ta'sir qiladi? Juda zo'r savol berdingiz. Covidda ishlamadimi shu mahsulot? Xo'p, ommaga chiqarsalaringiz bo'lmasmidi? Ko'rsam eslab qolibman sizlarda. Endi ishonaversangiz bo'ladimi? Sizda hammangiz savolingizni javobini bitta qilib beraman. Qarang. Biz mahsulotlarni Yaponiya mahsuloti deb aytdik. Yaponiya mahsuloti, do'stlar, bu dori vositasi emas, biologik faol qo'shimcha. Yaponiya ishlab chiqaruvchisi. Yapon xalqi haqida hozir gapirasam, birdan beixtiyor yapon xalqini hamma tasavvur qila oladi. Uzoq emas, yaqin yillarda 1945-yilda mana yosh kattalar tasdiqlaydi, Hiroshima Nagasakida atom bombasi portlagan. Bu holat yapon xalqi uchun o'rtacha 2 asrga teng keladigan asoratlarni qoldirgan. Yapon xalqida kuchli nurlanish, radiatsiya, sog'lom nasl qoldirish ehtimoli juda ham kamayib ketgan. Demografiya degan, ya'ni aholining o'sishi kamayib ketgan, nogiron bolalarning tug'ilishi ko'paygan va aholi salomatligi keskin tushib ketgan. Va shunday paytda
Bugun Yaponiyada millat mayog'i degan unvonni olgan bir ishlab chiqaruvchi pharmaceutical korporatsiya bor. Bu Shiseido Seiki korporatsiyasi. Ushbu korporatsiya aynan mana shu mahsulotni ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. U 1920-yilda o'zini faoliyatini boshlagan do'stlar. Hozir nechinchi yilda o'tiribmiz? Agar mahsulot sifatiga javob bermasa, dunyo bozorida 1 yil ham yasha olmaydi-ku. Endi ayting necha yil yashapti? Lekin hozir birinchi marta eshitib turganlar ham bor-ku. Yaponiya shunday davlat. U har narsani hamma uchun ishlab chiqaravermaydi. Ularda sifat xuddi shaxs tarixi, shaxsni oriday muhim narsa. Qanaqa tushunasiz? Shunday narsa. Mana hozir ko'chaga chiqsangiz, to'lib ketgan har xil tovar, oziq-ovqat tovari deysizmi, kiyim-kechakmi? Yaponiya narsasini ko'raverasizmi? Kim biladi Yaponiya narsalarini? Juda kam-ku. Uchratmaysiz-a? Yaponiya bu mahsulotni avval o'zi uchun ishlab chiqargan. Atom bombani asoratini ketkazish uchun. Bugungi kunda bu maqsadga erishib bo'ldi. Bugun internetga kiringda eng uzoq umr ko'ruvchi aholi qayerda yashaydi deb yozing. Yaponiya kelib chiqadi. 60 yoshli, 70 yoshli ayollar bemalol velosiped minib yurishibdi. Bizda 60 yoshli, 70 yoshli momajonlarimizni ikkita nevarasi kelib, "Yo, pirim" deb turg'izmasa, o'zidan o'zi tura olmaydi, to'g'rimi? Uzoqqa bormaylik, belilarini mahkam bog'lab ishlamasa, o'zini yig'ib ola olmaydi. Xafa bo'lmang, shunaqa-ku, to'g'rimi? Va yo erkaklari haqida-ku gapirmasam ham bo'ladi. To'g'rimi? Men xohlardim bizda ham uzoq umr ko'rish, sog'lom va baquvvat holda qarilikni kutib olish niyatida boshlangan ish. Sizga nasib qildi, mana eshitib turibsiz do'stlar. Bugun Yapon ishlab chiqaruvchisi aynan mana shu maqsadiga yetib bo'ldi va Believer kompaniyasining asoschilari Leniko Nikolaevich, kompaniya vitse-prezidenti Leni Gora Erkinina, faxrlanaman bu inson bilan, bular haqiqiy o'zbek ayoli, kuchli xirurg akademikning qizi, kompaniyamizning vitse-prezidenti. Bu inson o'zi doktorlar oilasida katta bo'lgan, o'zlarining asli sohasi farmatsevt. Ular hamma dori mahsulotlarini, biologik faol qo'shimchalarni xususiyatlarini yaxshi biladi. O'zini sohasining ustasi desam ham bo'ladi. Yaponiyada mahsulotni zakaz qilishdan oldin bir qancha talablar qo'yilgan. Ya'ni Shiseido bu uncha-muncha davlatga, uncha-muncha insonlarga mahsulot beravermaydi. Shartnomani oxiriga yetkiza oladigan, ishonsa bo'ladigan, tarbiyali, o'zlariga o'xshagan tartibli insonlargagina shartnoma berishi mumkin. Ular xuddi shunaqa shartnomani qo'lga kiritayotganda shunday talablar bilan borishadi. Birinchi talabimiz shunday mahsulot bo'lsin, butun dunyo aholisiga kerak bo'ladigan, erkak ayol tanlamaydigan, yosh tanlamaydigan, iqlim tanlamaydigan va bittagina narsa bilan, bittagina tabletka bilan, 1-2 xil ko'rinishdagi tabletka bilan inson organizmidagi ko'plab muammolar yechimini hal qilaylik deydilar. Keyingisi, ikkinchi talab, shunday mahsulot bo'lsin, buni analogi poddelkasi bo'lmasin. Uchinchisi, juda ham qimmatbaho mahsulot to'g'ri keladi hozirgi talablarimizga. Lekin bu mahsulotdan boy ham, kambag'al ham hamma birday foydalansin, hamyonbop bo'lsin degan talablarni qo'yadi. Har 3 ta shartdan kelib chiqib, Yapon ishlab chiqaruvchisi Shiseido Seiki faol marjon kalsiyni tavsiya qilyapti. Chunki do'stlar, bu mahsulot juda ham eksklyuzivniy mahsulot, tarkibida e'tibor berayotgan bo'lsangiz 60 xil dengiz minerali bor. Endi boyagi savollaringizga qarataman. Biz insonmiz, to'g'rimi do'stlar? Inson biz yaxlit ko'rinishda ko'rinib turibmiz, lekin insonning eng kichik birligi hujayra. Bizda trillionlab hujayralar yashab turibdi. Salomatlik konsepsiyasini qo'yib bersangiz, trillionlab hujayralar bizda yashab turibdi. Endi qarang, mana bu salomatlik konsepsiyasi. Mana bu insonning eng kichik birligi hujayra. Hujayra sog'lom bo'lish uchun do'stlar, insonda har doim hujayrani salomatligi uchun 3 ta talab kerak. Chunki bugun bizda yashab turgan hujayralar ma'lum bir davrda yangilanadi. Har bitta organ hujayrasi yangilanadi do'stlar. Buni misol qilib aytaman. Cho'milganingizda teringizdan kir to'kilgan. Hayron qolasiz. Tomon tashimagandim-ku, nimaga kir bo'ldim buncha deysiz. O'lik teri hujayralari to'kilib, yangi teri hujayralari qolishini ko'rgansiz yoki quruq terining to'kilganini ko'rgansiz bahorda. Bir-biringizga hazillashgan bo'lsangiz ham kerak. Ilon po'st tashlaydi-da o'zi deb, ha? Esladingizmi? Teri tashaganingizda o'lik teri hujayralari tushadi, yangi teri hujayralari chiqadi. Qolganini ko'rgansiz. Xuddi shu teri hujayralari qanday yangilangan bo'lsa, organizmda boshqa organlar ham shunday ma'lum bir vaqtda yangilanadi. Eng tez o'ladigan hujayralar buyrak hujayralari. Tiklanishi qiyin bo'lgan hujayralar miya hujayralari. Shuning uchun har xil zamon
dalda berib qo'yamiz bir-birimizga. Voy, asabingizni buzmang, tiklanmaydi deymiz. Tiklanadi, juda qiyin. Tushunyapsizmi? Oshqozon hujayralari, hamma yurak hujayralari. Deylik, hujayra aytyapman, hammasiniki har xil vaqtda. Misol uchun, yurak hujayralari 7 oyda, oshqozonniki 6 oyda, teri hujayrasi haftasiga, buyrak hujayrasi kuniga. Ko'ryapsizmi? Yangilanar ekan-a? Endi hujayra har doim yangilangan vaqti o'zidan keyin o'ziga o'xshagan hujayrani tashab ketadi. Endi hujayrangiz bugun qanday darajada salomatmi, yo'qmi? Hujayrani talabini qanchalik to'g'ri bajarayotganingiz bilan bilib olamiz. Hujayra sog'lom bo'lishi uchun hujayraga 3 ta talab kerak. Birinchisi, hujayrani har bir organ hujayrasini o'zini ozuqasini berish kerak. Xohlaysizmi yuragingiz sizga 100 yildan ko'p baquvvat xizmat qilishini? Ha? Yurak uchun nima yeb kelgansiz bugun? Yuragim baquvvat bo'lsin. Yuragingiz yaxshi ishlash uchun nima yegan? Bugun o'rik yegansiz. O'rik yeyish kerak. Bugun yedingizmi? Yema. Malades. Rahmat. Ana meni yaxshi tushunadigan opam bor ekan, rahmat. Ana ko'rdingiz, o'rik yeyish kerak ekan. Bugun hech bo'lmasa o'rik kompotini ichganlar bormi? Bitta odam qo'l ko'tardi. Boshqalarga yurak kerak emasmi? Na? Tarvuz yordam bera olmaydi. Ko'rdingizmi? Bitta yurak hujayrasi uchun kerak bo'ladigan oddiy kaliyni qabul qilmadik. O'rikda, kishmish mayizda bor. Kundalik yeydigan ozuqani olmadik, to'g'rimi? Hujayrani birinchi talabi bajarilmadi, ozuqa yo'q. Men yurak misolida aytdim. Miya uzoq vaqt yaxshi, sog'lom sizga xizmat qilish uchun, xotirasi yaxshi, fikrga to'la, yaxshi to'yingan miyaga ega bo'lish uchun nima yeyish kerak har kuni? Yong'oq yeyish kerak. Bugun yong'oq yeganlar bormi? Bitta, ikkita. Qolganlarga menimcha miya kerak emas. Na? Ko'rdingizmi? Talab bajarilmadi, birinchi talab. Hujayrani birinchi talab bajarilmadi. Ikkinchi talab, hujayra sog'lom bo'lish uchun hujayra toza bo'lishi kerak. Siz nima bilan suv cho'milasiz? Suv bilan cho'milasizlarmi? Choy bilan cho'miladigan odamlar bormi orangizda? Ko'k choy, bir achchiqqina ko'k choy damlada. Bugun bir zo'r afg'on choy olib keldim. Shunday zo'r yam-yashil bo'lar ekan. Shunaqa choyda cho'milayotganlar bormi? Yoki bitta kola olib kel, do'konga tushib, bir cho'milib olay. Pepsi olib kel, Pepsi. Cho'miladiganlar bormi shunaqalar? Hujayra sog'lom bo'lishi uchun do'stlar, hujayraga tana vazningizga mos to'g'ri suv yetkazib berishimiz kerak. Har 30 kiloga 1 litr suv degani. Siz necha kilo bo'lsangiz, shunga mos suv iching. 60 kilo odam 2 litrdan ko'proq suv ichadi yoz faslida. Chunki terni ham hisoblash kerak, issiqni ham hisoblash kerak. Shunda 60 kilo odam 3 litr suv ichish kerak degani. Qishda salqin vaqtlarda bu o'rtacha 60 kilo odamga 2 litr suv to'g'ri keladi degani. Bugun endi bir vazningizni hisoblangda, sanang, qancha suv ichdingiz. Qilmadingiz-a? Hujayrani ikkinchi talabi ham bajarilmadi. Uchinchi talab, hujayra energiyada bo'lishi kerak. Hujayraga energiya berish kerak. Endi hozir eslataman. Yaxshi bir somsani yeb olib, izidan issiqqina choylarni ichsangiz, o'zingizni energiyada his qilasizmi? Bu ham shuda toza bo'lsa, energiyasini ozuqasini bersangiz, bunda o'zi energiya ishlab chiqariladi. Demak, uchinchi talab ham yo'q. Bugun hammani hujayrasi ro'zada ekan. Ro'za tutgan kuningizni eslang. Og'zocharga 5 minut qoldi, og'zocharga 5 minut qoldi deb hamma qaltirab boshlaydi-ku. Hujayralar bir balo ahvollarda. Siz aytasiz, nimagadir shunday boshim og'riyapti. Obeddan keyin borib shunaqa lanch bo'laman. Qo'lim ishga bormay qoladi deb bilmayman, issiqdanmi? Voy, magnitni boryapman, bilmayman, cho'ta chatoqman men deymiz-da. Ilgari bo'lmaganmi bu issiq? Kondisionerlarda o'tiribmiz, Xudoga shukr. Ilgari bunaqa issiqdan zo'rida ketmonda ishlagan-ku bobolarimiz-da. Biz shunchaki kerak talablarni bajarmayapmiz. Hujayra esa o'zidan keyin nima deb o'ylaysiz? Bugun ro'za tutgan, suv yo'q, toza emas, ozuqasi yo'q hujayra. O'zidan keyin qanaqa hujayra qoldiradi? Sog'lom onadan sog'lom bola deganimda, o'ziga o'xshagan hujayrani qoldiradi. Bu hujayralar to'planib, kasal to'qimalarni tashkil qiladi. Kasal to'qimalar kasal organni tashkil qiladi. Kasal organ kasal organlar sistemasini tashkil qiladi. Kasal organlar sistemasi qarabsizki, kasal insonni paydo qilyapti. Juda ko'p odamlardan eshitaman, kechachi ustoz, bitta dugonam shunaqa yaxshi yuruvdi, bugun eshitdim bansiyaga tushib qopti. Kecha boshlanmagan unda u kasallik. Kamida hujayra darajasida 7 oy, 1 yil, 2 yil oldin boshlangan. Shunchaki asoratini ko'rsatgan xolos o'sha paytda.
Tushuntira oldimmi? Menimcha. Bugun siz sanagan barcha kasalliklarni hammasi mana shu hujayra darajasida kelib chiqqan kasallik. Mahsulotimiz esa hammasiga qanday ta'sir ko'rsatadi, o'zi foyda beradimi, yo'qmi degan savollarga javob beraman. Siz diqqat bilan eshitib turing, chunki siz bergan savolda siz aytayotgan kasallikda hujayra bormi, yo'qmi bunday fikrlab turing. Xo'pmi? Mahsulot Magic Pack dedik. Faol marjon kalsiy bilan koenzim QH mahsuloti ikkalasi bir vaqtda ichilganda 97% gacha so'riladi va kalsiyni o'zi emas, diqqatliroq bo'lib eshiting. Tarkibida 60 xil dengiz minerali bor. Biz do'stlar O'zbekistonda yashaymiz. O'zbekistonda eng oldi mevalar bor. Eng oldi sabzavotlar bor. Biz yeyotgan qazi-qarta dumba yog'larini boshqa joylarda yeyish olmaydi. Biz zo'r yeb ichamiz, to'g'rimi? Bizdagi qovun tarvuzlarni boshqa joyda topib bo'lmaydi, lekin bizda katta minusimiz bor. Nima? Dengiz yo'q. Bor dengizimiz ham Orol dengizi qurib ketyapti. Aslida mana yosh kattalar tasdiqlaydi. Ilgari bir haftada bir marta ribniy dem bo'lgan. Maktablarda ribajir tarqatishgan. Chunki baliq, dengiz ovqatlari inson uchun nihoyatda muhim. Biz har kuni vitaminlar, oqsillar qabul qilaylik. Biz do'stlar tuproqdan yaralganmiz. Tuproqqa esa hech qaysi dehqon meva, sabzavot ekishdan oldin vitamin solmaydi, mineral o'g'it soladi. Mineral kerak tuproqqa. Insonga vitamindan ham oldin mineral kerak. Mineralni esa faqat dengizdan qabul qilamiz. Shuning uchun dengizi bor mamlakatlarga nisbatan bizda bugun bo'qoq kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet kasalliklari, onkologik kasalliklar bular hammasi kelib chiqyapti. Chunki bor yo'g'i vitamin D yetishmasligi, yod tanqisligi, bor yo'g'i yetishmovchilikdan kelib chiqayotgan holatlar. Mana bu mahsulot tarkibida do'stlar, mana slaydda ko'rishingiz mumkin, 60 xil dengiz minerali bor. 60 xil dengiz mineralining har birini organizmda o'zini bajaradigan muhim vazifalar bor. Mana aytdim sizga, kaliy yurak uchun yordam beradi dedim. Magniy miya uchun yordam beradi. Xo'p, fosfor ko'z gavharini yaxshilab beradi. Uni eng zo'r qimmatbaho baliqlardan olsa bo'ladi. Baliq menimcha bir haftada bir ham yemayapmiz. Hozir mavsumi emas-ku deymiz, lekin okean baliqlarini topib yesa bo'ladi. Yoki do'stlar mana serebro bor, ko'ryapsizmi? Mahsulot tarkibida. Olova, platina, zolota bor. Mahsulot tarkibida shunaqa minerallar bor. Kumush, oltinni nima keragi bor? Eslang, ilgari ota-bobolarimiz kumush qoshiqlarda, oltin kosalarda ovqat yeyishgan. Men o'ylardim, shularning puli rosa ko'p bo'lgan bo'lsa kerak-da, kumush qoshiqlar olgan, oltin kosalar olgan. Hozir hech kim shu ishni qilmaydi. Hech kim shu ishni qilmaydi, shuning uchun teri kasalliklari ko'p. Aslida kumush, oltin degan moddalar teri kasalliklariga qarshi kurashadi. Hech kim shu ishni qilmayapti, shuning uchun teri kasalligi ko'p. Qaysiki oq dog'li, vitiligo deydi yoki bo'lmasam psoriaz. Uni xalq tilida qo'tir deyishardi. U aslida chorvachilik bilan shug'ullangan odamlarda bo'lgan. Hozir umuman shahar sharoitida tannozlarcha yashayotgan odamda ham bor. Shunchaki teri pigmentatsiyasi, teri to'qimalari o'zini tiklay olmaydi. Oziqa yetishmaydi. Yoki bo'lmasam gribok degan kasallik bor. Hozir hamma taniydi. Birovda oyoq kiyimini adashib kiyib qo'ysangiz ham gribok bo'lib turibdi. Lekin ilgari urush paytidagi kasallik bo'lgan, studentlarni va soldatlarning oyog'idagi kasallik bo'lgan. To'g'rimi? Hozir umuman unga aloqasi yo'q odam ham shu kasallik bo'lib turibdi. Chunki faqat teri o'zini o'zi himoya qila olmayapti. Teriga mos oziqa ovqatlarda ichida yo'q. Bormi? Tilla baliq tutib olsangiz qo'yib yuborasiz tilagingizni aytib. Lekin siz oltin terisi bor baliqni yemaysiz. To'g'rimi? Mana shunaqa shunchaki kundalik yemayotgan oziqalarimizdan kelib chiqyapti. Mahsulot tarkibida so'rdiruvchi 21 xil modda bor. Vismut, vannadi degan mana bu kista, mioma, onkologiyalarni so'rdirish xususiyatiga ega bo'lgan 21 xil. Bu formula juda noyob formula do'stlar. Buni oldini oladi. Shunday kasallikni paydo bo'lishini oldini oladi. Asoratlarini ketkazadi. Men davolaydi deb davo qilayotganim yo'q, e'tibor bering. Oldini oladi kasallikni va asoratlarini ketkazadi. Va bu kompaniya mahsuloti farmatsevtikal ishlab chiqaruvchi Shiseido shunaqa ta'sirga ega bo'lgan biologik faol qo'shimchaki, bu o'sha organizmda paydo bo'lgan kasallikni o'chog'ida borib immunitet hosil qilib, o'sha organizmda kasallikni ketishida, kasallikni bartaraf etilishda yaqindan yordam beradigan mahsulot turi hisoblanadi do'stlar. Tushuntira oldimmi? Mahsulot tarkibida ko'rayotgan bo'lsangiz, Germaniya bor. Qani Germaniya? Mahsulot tarkibida kuchli Germaniya bor. Siz aytdingiz, mana Germaniya. Germaniya hamma Covid vaqtida Germaniya nima ekanligini yaxshi bilib oldi shekilli. Chesnok. Har kuni do'stlar, bir bosh chesnok, 4 bosh chesnok yeyishimiz kerak. Bir boshini ham yeyolmaymiz-ku, oilaviy bo'lib, to'g'rimi?
Har kuni 4 bosh chesnok yegan odam bir kunlik o'zingizga mos kerakli dozadagi germaniyni qabul qilasiz. Covidda shuning uchun chesnok narxi ko'tarilib ketdi. Chunki immunitet degani. Mahsulot tarkibida dengiz minerallaridan olingan immunitet bor. Tushuntira oldimmi? Immunitet kuchli bo'lsa, har qanday kasallikni yengish mumkin, har qanday kasallikni asoratlarini ketkizish mumkin va oldini olish mumkin do'stlar. Mahsulot do'stlar, Yaponiya Okinawa orolida turgan Qizil kitobga kiritilgan 50 ming yillar oldin paydo bo'lgan marjonlar bor. O'sha marjonlar yillar davomida dengizdagi minerallarni o'zida shimib yotibdi. O'sha minerallarni olib yaponlar nanotexnologiyada kimyoviy urinishlarsiz tabiiy holatda tabletka holatiga keltiryapti. Nanotexnologiya degani bu chang zarralardan ham mayda holatga keltirilyapti. Unga so'rilishi oson holatga keltirilyapti. Va bugun kunda 60 xil dengiz mineral bilan taqdim qilinganda juda ko'p kasalliklarda, xullas organizmingizda hujayra bor joyda hammasida ishlaydi. Siz aytdingiz, buyrakda ta'sir qiladimi? Albatta ta'sir qiladi. Endi qurish jarayonlari boshlangan bo'lsa, bilasizmi, kasallikni ertaroq bartaraf qilishga kirishish shunchalar yaxshi-da. Eng oxirgi daqiqalarda kelsa, men aytaman, ha, zo'r qiladi deya olmayman. Chunki u mo'jiza deganida eng oxirgi daqiqada harakat qilish. Ertaroq harakatini qilib boshlasangiz, mana hozir siz aytayotgan bosqich, yaxshi bosqich, bemalol mahsulotni tavsiya qilish mumkin. Bemalol iste'mol qilib, immunitetini ko'tarib, buyrak hujayralarini yaxshilashga yordam beradi. Eng qizig'i do'stlar, bu hujayra darajasida ishlaydi, ildiz darajasida ishlaydi degan. Tushuntira oldimmi? Mahsulot mana shunaqa hujayra darajasida minerallar bilan to'yintiryapti. To'yintirish evaziga boyagi hujayralarni talabi bajarilyapti. Hujayralar sog'lom to'qimalarni, sog'lom to'qimalar sog'lom organni, sog'lom organ sog'lom organlar sistemasi va qarabsizki, sog'lom insonni tashkil qilyapti do'stlar. Menimcha siz aytayotgan hamma savolga yechim topdingiz shekilli. Covid vaqtidagi savolingizga keladigan bo'lsak, Germaniya dedim-ku, mahsulot tarkibida juda yuqori sifatdagi Germaniya bor. Men hozir maylimi, agar ijozat bersangiz, Covid vaqtida mahsulotdan rezultat olganlar bo'lsa, ikkitasini gapirtirsam. Kim mahsulotdan natija olgan Covid vaqtida? Coviddan. Marhamat. Va alaykum assalom. Rahmat. Rahmat. Mana o'zingiz eshitdingiz. Davronbek Murodov. Covid vaqtidagi rezultatingiz. Rahmat. Bilasizmi, Covid vaqtida, hozir Covid vaqtida, Coviddan keyingi asoratlarni ketkizishda mahsulotimizda minglab rezultatlar bor. Albatta, internet tarmoqlarini ochib kuzatishingizni, ko'rishingizni tavsiya qilaman. Covid vaqtida bu mahsulotni o'zini yaxshi ko'radigan odamlar olib iste'mol qildi. Eng ko'p onlayn ishlagan, eng ko'p o'zini iste'molchilarga ega bo'lgan va xalqimizga yaqindan yordam bergan biologik faol qo'shimcha deb mana shuni ayta olaman. Chunki bu mahsulotni biz to'g'risi Covid vaqtida ham ishlaganmiz, Covidda ham tavsiya berganmiz odamlarga. Juda ko'p odamlarni ko'rdik u yerda. Sog'lig'ini muhim deb bu mahsulotni qabul qilganlarni ham ko'rdik. 4 so'mni pul deb hisoblab shunchaki xayrlashib ketganlarni ham ko'rdik. Men aytdim, shunda tushundim. Inson sog' bo'lsa, albatta pul topiladi. Muhimi sog'lik do'stlar. Men Covid vaqtida eng zo'r ishlagan mahsulot deb ayta olaman. Chunki Covidda birinchi muhim masala immunitetni ko'tarish bo'ldi. Immunitet kuchli bo'lsa, Covid albatta virusga hozir ham bor u virus bizning ichimizda, bilasizmi? Hozir ham mutatsion variantlari ichimizda yuribdi. Faqat immunitetingiz kuchli bo'lganda, sizni tanangizda umuman nima deydi, o'zini asoratini qoldirmaydi. Siz oson yengib o'ta olasiz. Bugun juda ko'p insonlar omon qolishiga sabab avvalo Allohdan, lekin har doim ham Alloh aytadi, sen ham sababini qilgin deydi. To'g'rimi? Sababini qilayotganlar, sog'lig'ini, mana shu jon omonatini muhim deb harakat qilayotganlar, albatta mana shu mahsulotni iste'mol qilib juda ham zo'r rezultatlar olganlar bo'ldi. Eng ko'p tanilgan vaqti o'zi aynan mana shu 2020-yil Covid vaqtida bo'ladi. 2016, 2017, shu 2020-yilgacha bo'lgan vaqtda biz bitta duch kelgan odamga gapirardik, lekin 2020-yilda sog'likni ahamiyati oshib ketdi-ku. Hamma tushunib yetdi-ku. O'shanday paytda bu mahsulot eng ko'p tanilgan va bugun butun dunyoda 35 dan ortiq davlatda faoliyat yuritayotgan kompaniya turi hisoblanadi do'stlar. Eng ko'p tanilgan mahsulot hisoblanadi o'sha paytda. Menimcha tushunarli bo'ldi.
Onkologik kasalliklarda qanday ta'sir ko'rsatadi? Teri raki va miyadagi kasalliklar haqida ham so'radingiz. Do'stlar, onkologiya haqida men alohida aytmoqchiman. Aslida insonda onkologik hujayralar, rak hujayralari hammada bor. Hammada yashaydi bu hujayralar. Alloh taoloning mo'jizasi insonda uni alohida bunyod qilgan, bu yaratgan bu hujayralarni. Bu hujayralar aslida biz o'lgandan keyin ishga tushadi. Bizni terimizni chiritishga ishlab berish kerak. Lekin nimagadir hozir odamlarda, insonlarda tana o'lmay turib bu hujayralar ishga tushib ketadi. Nimani hisobiga? Immunitet keskin tushib ketgani hisobiga. Qaysidir organda immunitet keskin tushib ketsa, o'sha organga signal boradi. Bu o'ldi degan. Chunki immunitet keskin tushganda, ana o'lar holatga kelar ekanda o'sha organ. O'ldi degan signal keladi, o'sha organda hujayra ishlab ketadi. Immunitet tushishiga ikkita katta sabab bor. Birinchisi yetishmovchilik, ozuqaviy yetishmovchilik, ichki ochlik, ikkinchisi stress. Ichki ochlikni kuchaytirib yuboradigan holat stress bo'ladi. Ana shu ikkita holat birlashib immunitetni keskin tushirib yuboradi va buni evaziga onkologiya paydo bo'ladi. Bugungi kunda mahsulotimiz bilan mana shu Magic Pack mahsuloti va yana birgalikda beauty mahsulotlari bor. Mahsulotlarning soni qancha, necha turdagi mahsulotlar bor? 6-7 turdagi mahsulotlarimiz bor. Magic Pack loyihasida aynan mana bu mahsulot. Bu mahsulot bizni eng zo'r mahsulotlarimizdan biri, chunki bu boshlang'ich mahsulot. Magic Pack bu organizmni fundamenti. Sog'lig'ingizni fundamenti va unga keyin qo'shiladigan mahsulotlar, mana bu beauty mahsulotlari, hammasini korobkasini olib kelmabsizlarda. Bu yerda bor ekan. Mana For Beauty mahsuloti. Bu mahsulot tarkibini sanab o'tishdi, juda ham muhim. Ayollar salomatligi uchun juda ham muhim. Bo'g'imlar aro faoliyatni yaxshilaydi, suyuqlikni yaxshilab beradi. Mana turganingizda suyaklaringiz orasida qisir-qisir etgan tovushlar eshitiladi, to'g'rimi? Ana shu qisir-qisir tovushlar suyak yemirilishini boshlanishi, e'tiborli bo'ling. U qayerdan qisirlaydi? Suyaklar aro suyuqlik kamayib ketganda har kuni bir qozon xolodis yeyishimiz kerak. Kim xolodis qilyapti? Yemaymiz-ku, pay sho'rva ichishingiz kerak. Qilmaysiz-ku, to'g'rimi? Bu mahsulot tarkibida gialuron kislotasi bor. Bugun mana shu gialuron kislotasini traumatologiya institutiga borib ko'rsangiz, odamlar bitta ukolni 2 millionga aptekadan borib sotib olib kelib, tizzani orasiga yog' qilib ukol olishyapti. Bilsalar-ki, mana haqiqat rost biladiganlar bo'lsa kerak. Mana shunaqa holatda. Keyingisi Top Detox mahsuloti, bu organizmni ichki tozalash. Bilasizmi, organizm bir yilda kamida 2 marta tozalanishga muhtoj. Bu mo'jizani, bu imkoniyatni Alloh taolo bizga yaratgan bir marta roza paytida. Organizm roza tutilganda maksimum tozalanadi 30 kun davomida. Nima uchun organizm tozalanishi kerak? Chunki biz yil davomida yeb ichayotgan ovqatlarimizdan albatta foydasini olganimiz bilan birga zarar ham qoladi. Misol uchun, uyda yog' yeyotganlar bor, o'simlik yog'i, har xil yog'lar yeymiz. O'simlik yog'ini bir necha marta qayta qovurib ishlataveramiz. Lekin o'simlik yog'ini olinishini tartibini bilasizmi? Kimyoviy ishlab chiqilish jarayonini bilasizmi? Kunga boqarda o'sha simichkani shunday siqib yog'ini oladi deb o'ylaysizmi? Kunga boqardan o'sha yog'ni ajratib olish uchun unga benzokonsentratlar, bir narsalar qo'shiladi-ku. Uni keyin qayta ishlatganingizda u albatta o'zining zararini chiqarib beraveradi va o'z-o'zidan siz o'sha zararni qabul qilyapsiz. Endi har kuni shunaqa zarar qabul qilib boraversangiz, jigar qanaqa ishdan chiqayotganini tasavvur qilyapsizmi? Buyrak qanaqa ishdan chiqayotganini tasavvur qilyapsizmi? Biz ichayotgan ximikatlar, har boshingiz og'riganda dori ichib qo'yapmiz. O'sha dori hozir og'riqni qoldiryapti, lekin oshqozon bilan jigarni qanaqa zararlayotganini bilsangiz kerak. Shuning uchun bir yilda kamida 2 marta tozalash bo'lishi kerak. Top Detox mahsuloti organizmni tozalaydi. Eng qizig'i, qon tomir devorlarini tozalaydi. Gipertonik, davleniyasi chiqayotganlar baxtingiz, omadingiz do'stlar, chunki qon tomir devorlarini toza qilib beradi. Yengil yurasiz, siz xayrlashasiz davleniya bilan. Super Omega o'zini yaxshi ko'radigan, hali aytdim-ku, ustozimiz 90 ga qarab ketyapti deb. Ana shunaqa akademik, eng zo'r olimlar ichib yuradigan mahsulot Omega. O'zini yaxshi ko'radiganlar. Chunki bu qon tomir devorlarini kengaytiradi, ichki immunitetni oshirib beradi. Men ustozimdan so'rayman, nimaga doim ichasiz shuni? Men O'zbekistonning nauchniy fondiman. O'zimni asrashga majburman. Uzoq yashashim kerak. Odamlarga kerakman. Shuning uchun o'zimni asrashim kerak deb ichadilar. Javoblari meni xursand qiladi, to'g'risi. Super Omega mahsuloti, chunki tarkibida shu kungacha omegalar ko'p bo'lgan, lekin buni tarkibi boshqacha. Tarkibida yaponlarning bitta siri bor. Nattokinaza. Nattokinaza bugungi kunda yaponlarning 100 dan oshishiga sabab bo'layotgan yapon oshxonasida 1200 yildan beri iste'molda bo'lgan nattoloviyalar. Organizmni laktobakteriya bilan emas, nattobakteriya bilan ta'minlab beradi. Bu degani ichaklaringizdagi yog'larni, xolesterinlarni
o'z-o'zidan eritib yuboradigan, sizni sog'lom ozish uchun va tetiklashtirish uchun va organizmingizni soatday ishlashga yordam beradigan eng zo'r mahsulot. Top Force mahsuloti Yaponiyada qandli diabet kasallik emas. Yaponiyada qandli diabet oshqozon osti dangasalligi, oshqozon osti bezi dangasalligi. Oshqozon osti bezi shunchaki insulin gormoni chiqarmay qo'yadi, ana endi uni tashqaridan berishga majbur bo'ladi odamlar. Yaponiyada unday qilishmaydi. Yaponiyada oshqozon osti bezini tiklash bilan shug'ullanishadi. Oshqozon osti o'zini tiklagandan keyin yana u vyrobotka qilib o'zini insulinni yana qaytadan ishlab chiqarish boshlaydi. Buni tarkibida juda yuqori sifatdagi insulin va inulinni manbaini beradigan eng zo'r komponentlar bor. Yapon gorichnigi bor, yapon gentiani deyiladi, и topinambur. Root Life bu mahsulot biz 7 yilda uzoq vaqt zakaz qilib kutilgan mahsulotimiz. Root Life mahsuloti iste'molga kelganiga hali ko'p bo'lmagan. Bu yapon imperatorlari uchun ishlab chiqarilgan mahsulot Genshin. Genshin uzoq umr ko'raman deganlar bilsa kerak. Bu 7-9 yillik sifatli Genshin ildizlaridan tayyorlanadigan mahsulot, hayot ildizi deb tarjima qilinadi, Root Life. Tarkibida 73 xil ozuqaviy modda bor va o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan aminokislotalar bor. Uni mediklar yaxshi tushunadi, nima vazifa bajarishini. Bu degani sizda zombi kletkalar ketdi degani, sizda haqiqiy yosharish boshlandi degani. Zombi kletkani sizga aytaman. Yosh katta momolarimizga, mana oldingizda o'tirgan dadalaringizga qarasangiz, yuzlarida qarlik dog'lari bo'ladi. Kimnomnoq hollar paydo bo'ladi qarigan sari. Bu organizmda o'lgan hujayralar osonlikcha chiqib ketmaydi. Ana shu o'lgan hujayralar shunday tashqarida o'zini ko'rinishini berish boshlaydi. Va sizni terizdagi shu o'lik hujayralar shunaqa ko'rinish beryapti. Organizmda o'lib qolgan hujayralar osonlikcha chiqib ketmaydi. Ana shular shunaqa to'planib, organini charchatib, kasallantirib boshlaydi o'sha o'lik hujayra. Ana shu o'lik hujayralarni tozalash xususiyatini yordam beradi. Zombi kletkalarni haydaydi. Hujayralarni yoshartiradi, ozuqaga to'yintiradi va har qanday kasallikda immunitetni mustahkamlab, ozuqalar bilan to'yintirgani hisobiga juda ham zo'r mahsulotimizdan rezultat olish mumkin. O'zi bir necha xil ko'rinishda, ko'p emas, Magic Pack mahsuloti bilan birgalikda iste'mol qilinganda juda ham ko'p holatlarda mo'jizaviy rezultatlar eshitamiz. Misol uchun hozir siz aytdingiz, duduqlanishda natija bo'ladimi? U ma'lum bir vaqtda shokda, qo'rquvdan, birdaniga stressdan paydo bo'lib qolgan holat, u miya tomirlarida qisilish, o'sha miya bilan bog'liq jarayonlar, miya nerv tomirlarida qon aylanishi, buzilishi, shundan kelib chiqadigan jarayon bo'ladi. Bunda albatta yordam beradi. Juda ham o'zimni hayron qoldirgan, o'zimiz bilan bo'lgan rezultatni aytaman sizga. Sirdaryolik bir hamkorimiz tug'ma gapirishni bilmaydigan, soqov deydimi? O'shanaqa bir farzandi uchun mahsulot olib berdi. Juda ko'p gripp bo'ladi, shamollash, immuniteti past, o'qituvchi ayolda farzandi. Shu shamollamasa bo'ldi, immunitetni yaxshilab bersa bo'ldi. Endi gapirishni umid qilmaydi, tug'ma chunki. Shu mahsulotni iste'mol qilgandan keyin mahsulot ikkinchi korobka ichilayotganda juda katta xursandchilik bilan ular Toshkentga kelishdi. Minnatdorlik bildirgani, bola gapirib keldi. Nimani hisobiga? Bola tug'ilish davrida o'qiga o'ralgan bo'lgan. Uni hech kim bilmay, tabiiy tug'ruq jarayonida xullas o'qiga o'ralgan vaqtda mana shu yerda nutq apparatlari, nutq tomirlari bo'ladi. Nutq nervlari qattiq qisilgandan nutq paychalarini shikastlagan bo'ladi. Nutq hujayralari o'ladi shu yerda. Shu bilan u yashab yuribdi shunda. Nutq hujayralarini tiklaydigan ozuqalarni bilasizlarmi? Yo'q-a? Mahsulot tarkibida bor. Ana shu hujayralarni tiklab, shunchaki u tug'ma emas, tug'ilish davrida sodir bo'lgan hodisa bo'lgani uchun mana gapirgani va eshitib ketganini guvohi bo'lganmiz. Shunga o'xshagan juda ham ko'p rezultatlar bor. Lekin qancha ichilishi kerak, qanday ichilishi kerak, bizni kim nazorat qiladi, qay tartibda nazorat qilinadi degan savollar bor sizda. Bu savollarni javobi shunday bo'ladi. Sizni taklif qilgan insonni mahkam ushlaysiz. Bu inson bilan birgalikda salomatlik darslarimizda qatnashib turasiz. Chunki bu dori vositasi emas, nojo'ya ta'siri yo'q. Faqat kerakli dozada va kerakli talablarda iste'mol qilsangiz bo'ldi. Hozir shu yerda aytib ketaman. Mahsulotni ichishda 3 ta talab bor. Birinchi talab, mahsulot har doim biz mahsulotimizni sifatiga kafolat beramiz. Lekin siz talabni bajarmasligingizga biz kafolat bera olmaymiz. Shuning uchun sizga talablarni aytib ketyapman. Mahsulot 3 ta talabda iste'mol qilinadi. Birinchisi, doim bir xil vaqtda ichilishi kerak. Organizm rejimni yaxshi ko'radi. Armiyaga borgan bolalarni ko'rganmisizlar? Yetilib, o'zgarib, sog'lom bo'lib, chayir bo'lib, yaxshi bo'lib keladi. Semiz bola ozib ketgan bo'ladi, yaxshi bo'lib, tetiklanib keladi. Ko'rganmisiz? Armiyada rejim bor.
To'g'rimi? Bir xil vaqtda ovqat yeyishadi, bir xil vaqtda uxlashadi, rejim borligi uchun. Bu mahsulot iste'mol qilingan vaqtda menimcha hammaning organizmida ochlik bor. Bu mahsulotdagi minerallarga bo'lgan ichki ochlik bor. Och organizmga hujayralar uchun ovqatlar kelib tushdi. Soat 8 ichgan edingiz. Ertasi kun soat 8 u yana kutadi. Hozir u menga yaxshi benzin soladi deydi. Mana hozir mashinangiz yaxshi bir qimmatli mashin bo'lsa, arzon benzin solgis kelmaydi. Men shu paytda shunday odamlarga hayron qolaman. Mashinasi uchun 92-95 ta qidirib yuradi benzinni, lekin o'zi uchun eng arzon ovqatni ham yeb ketaveradi, joy kelsa obed qilish ham esdan chiqib ketadi. Xuddiki mashinani boshqa sotib olib bo'lmaydi, lekin ularni tanasini ikkinchi marta qaysidir do'kondan sotib olsa bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Xuddi shunday qaraymiz-da, afsuski Alloh o'zi kechirsin. Do'stlar, mana shu mahsulot xuddi shunaqa ozuqa beradi organizmga. Bu mahsulot ichgandan keyin odam bodri uyg'onadi, tetik, nima deydi, ishchanligingiz ortadi, kayfiyat ko'tariladi, bahoriy kayfiyatda uyg'onasiz. Mana shunaqa holatda, shunaqa tetik yurgan vaqtingizda organizm ertasi kun yana kutadi shuni. Soat 8 da, lekin siz esingizdan chiqib ketdi. Soat 11 da ichishim kerak edi. Lekin u soat 8 dan 11 gacha yana eski holatiga tushib qoldi. Siz aytasiz, mahsulot ta'sir qilmas ekan. Bo'lmaydi. Mahsulot organizmga hali ishlab ulgursin, ozgina sizni tiklasin, ozgina bir hujayralar bilan to'yintirishda yordam bersin. Ko'rdingizmi? Birinchi talab. Ikkinchisi, mahsulot suv bilan ichilishi kerak. Mahsulot ichgan paytingizda suvni me'yorda ichib bermasangiz, mahsulotning ishlashini kechiktirib berasiz. Chunki mahsulot tirik marjonlardan olingan. Dengiz tubidagi marjon dedim-ku, u dengizda suvni ichida ishlagan. Suvli muhitda, xavotir olmang, biz insonlar 80% suvdan tashkil topganmiz. Eshitganmisiz? Yana siz suvni to'g'ri ichib bersangiz, bu qon tomirlargacha, hujayralargacha joy-joyida yetib boradi, tezroq mahsulotning vazifasini, organlarning funksiyasini bajarishga yordam beradi. Shuning uchun suvni talabi bilan ichib bersangiz, mahsulot aniq zo'r natija beradi. Uchinchisi, mahsulot iste'mol qilinayotganda uchinchi talab ishonch kerak. Ishonch kerak. Hozir aytayapsiz, ola gipnoz ekan buyog'i. Ishontirib ichgandan keyin, ixlos bo'lgandan keyin toshdan, suvdan ham shifo, Men shunday o'yladim. Menga shunday deyishganda. Endi конечно, muncha narxga mahsulot olgandan keyin odam pulim kuygan piyozim deb ichadi, joyiga qo'yib ichadi, ishonib ixlos qilib ichgandan keyin конечно natija bo'ladi. Baribir gipnoz ekan dedim. Lekin o'zingiz o'ylang, men mahsulotni 3 yoshli chaqalog'imiz uchun oldik xo'jayinim bilan birga. Endi o'ylangchi, men xo'jayinim bilan birga borib uyga mahsulotni korobkasi bilan olib borib, o'g'limga qo'yib, "O'g'lim, qara, bu arzon mahsulot emas. Bilib qo'y. Keyin bu mahsulotni ichishda 3 ta talab bor ekanda, keyin shunaqa ixlos qilib ichishimiz kerak, shunday zo'r rezultat bo'lishi kerak" deb aytganmizmi unga? Yo'q. O'g'limdan rezultat birinchi 3 kunlikda o'zida sezdilar. 3 kunda terlash butunlay to'xtadi. Kiyimini almashtirardim har doim oziqlantirgandan keyin. Unda 2 oydan keyin biz shirani yechib tashladik butunlay. Golovkalar o'z joyida o'sib kirdi. Eng zo'ri o'zim kamqonlik bo'yicha dispanser ro'yxatda turardim. Alhamdulillah 70 dan ko'tarilmagan gemoglobinim 121 dan hozirgacha tushmaydi. Gapirmasam ham bo'ladi do'stlar. Ota-onamda natijalar shunaqa zo'r bo'ldi. Endi nima deb o'ylaysiz? O'sha gipnozmikan? Chaqaloqni gipnoz qilib bo'ladimi? Beshikda yotgan chaqaloqlar gipnoz qilib bo'ladimi? Hozir juda ham ko'p chaqaloqlar o'rtasida rezultatlar olamiz. Prosta shunchaki ustozimiz aytadi shunaqa deb, ishonch yarim davo deydi. Biz darslarda qatnashganimizda o'sha kardiolog vrachimizda har doim bitta misoli esimda qolgan aytkim keladi. Men kardiologman deydi. Eng og'ir ahvolda umr tugayotgan vaqtda keladigan odamlar keladi oldimga deydi. Bilasizmi, shunday bemorlarni ko'raman, keladi, "Doktor, yordam bering" deydi. Meni birinchi beradigan savolim shu bo'ladi. "Rostdan yaxshi bo'lishni xohlaysizmi?" deb so'rayman deydi. "Ha" deydi. "Yo, rostdanmi?" deydi. "Deyman" deydi. "Ha" deydi. Lekin uni ishonchi hal qiladi hamma narsani. Biz hammaga bir xil yordam beramiz deydi. Shunday bemorlar keladi, sog'lik ko'rsatkichi, ichki rezervlar 50% yaxshi, 50% kasallangan. Lekin bemorda ishonch yo'q. "Men juda yomonman, men o'lib ketaman, menga qiyin" deydi. U haqiqatan ham shunday bo'ladi. Unga yordam berishimiz shunchalar qiyin bo'ladi deydi. Shunday bemorlar keladi, 70% kasallangan, 30% ichki rezervi bor. Ishonch bor. "Doktor, men yaxshi bo'laman nasib bo'lsa. Siz qarashib o'rsangiz bo'ldi, men zo'r bo'laman." Ishonchi boshidan baland deydi. Shuning uchun men aytaman, ishonch yarim davo. Siz sog'lom bo'lishingizga o'zingiz ishonsangiz, sizga yordam beradi. Shuning uchun mahsulotning 3-talabi shu do'stlar.
Men endi sizga mahsulotlar to'g'risida savolingizga javob berib bo'lgan bo'lsam, endi mahsulot nimaga aptekada yo'q? Nimaga buni vrachlar tavsiya qilmaydi? Nimaga buni biz bunaqa ko'rinishda eshityapmiz? Mashinani nima keragi bor? Degan savollarga javob bermoqchiman. Chunki men mana shu savolga javob olganimdan keyin to'g'risi menga biznes qiziq bo'ldi. Qiziqmi sizga ham? Charchab qolmadingizmi? Hamma savolga javob bo'ldimi? Mahsulotlar yuzasidan. Rahmat. Endi qarang, mahsulot qayerdaki ekan? Yaponiyalik. Siz bilan biz qayerdamiz? O'zbekiston, Toshkentdamizda. Hech qaysi bir tovar ishlab chiqaruvchidan iste'molchini qo'liga to'g'ridan-to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Keling, siz bilan biz xohlaganda shu mahsulot ham aptekada tursa, qanday ko'rinishda kelgan bo'lardi, shu haqida gaplashamiz. Har doim odatlangan usulimizda. Deylik, bu mahsulotni Yaponiyadan borib bitta katta diler oladi. Katta diler olib, bu mahsulotni O'rta Osiyodagi o'rta dilerga olib kelib beradi. O'rta diler kichkina dilerga olib keladi. Nima deb o'ylaysiz? Bular o'zidan o'zi olib kelib beradimi? Yo'l xarajatlari bor, ishchi kuchi xarajatlari bor, to'g'rimi? Hammasi o'zini xarajatlarini qo'shadi. Ana endi mana bu kichkina diler Toshkentda meni o'g'limni ko'tarib yurganimni ko'rib, menga shu mahsulot zo'r, ol, shinangni yechasan, yaxshi bo'lasizlar desa, men shu mahsulotni olarmidim? Olmasdim. U meni sizni ishontirish uchun, shu mahsulotning foydasini tushuntirish uchun nima qilish kerak? Reklama qilish kerak. Reklama uchun marketologlar, biznesmenlar o'rtacha 40% xarajat ketadi deb aytadi. Men bu fikrga umuman qo'shilmayman. Chunki meni birinchi mutaxassisligim tilshunoslik. Reklama matnlari bo'yicha juda ko'p maqola tayyorlaganman. 21-oktyabr davlat tiliga maqom berilgan kun munosabati bilan aytdim-ku, milliyda o'qiganman deb. Reklama matnlari, bannerlar bor, ko'chada ko'rasizlar. Hammasidagi imlo xatolarini skrinshot qilib, red o'tkazib, reklama agentligiga bordik bir kuni. Oling buni, mana shunaqa xatolar xalqimiz ko'rsavod bo'lib qoladi. U ham mayli, bolalarimiz shunaqa xato yozishga o'rganadi. Oling, bu yomon narsa. Desak, reklama agentlikdagi rahbar odamlar bizdan iltimos qilishyapti. Mayli, sizni tushundik. Faqat shu oy tugasin, keyin olamiz. Chunki bu bannerlar turgani uchun ular bizga oylik to'lov qilishgan. Ishonasizmi? O'sha xato yozuvlar uchun yer sotiladi emas, sotiladi deb yozilgan yozuvlar uchun oyiga $300 dan $3000 to'lov qilinar ekan. Katta binolar ustida yozuvlar ko'rgansiz. Samsung, Canon da ko'rganmisiz? iPhone. Bular hammasi $10,000 daromad to'laydi reklama uchun. Eng qizig'i, kechqurun serial ko'rasiz. Orasida reklama ketadi. Ko'rishga ko'zingiz yo'q, shartta boshqa kanalga olasiz. Lekin o'sha serialda orasida reklama bergani uchun u qimmatroq pul to'laydi. Reklama bo'lsa biz buni qonuniy deb o'ylaymiz, to'g'rimi? Aslida hozir shu yerda kimdir savol berdi. Halollik kriteriyalar, mana hamma joyda reklama qilishadi-ku, halol deb javob berishadi-ku, bu o'zi halolmi? Halollikka javob 100% halol degan reklamalar bo'ladi televizorda. Men shunaqa o'ylaganman, bu yaxshi narsa bo'lsa, to'g'ri narsa bo'lsa, televizorda reklamasi bo'lishi kerak-ku deganman. Televizorda nimaga reklamasi yo'q deganman. Reklamani qanaqa ishlashini tushunganimdan keyin, reklama juda qimmat narsa deganman. Va reklamaga qo'shilasizmi? 40% emas, 80% xarajat ketadi. Agar shunday bo'lmaganda edi, siz sog'lig'ingizga har doim zararligini bilib turib ichadigan kola degan suvni ichmasdingiz. Coca-Colani ichasizlarmi? Birorta to'yimiz Coca-Colasi o'tmayapti-ku. Nimaga? Reklamani kuchi bilan. Televizorda qo'ying, eng oldi reklama Coca-Colaniki. Hayitga mos, yangi yilga mos, futbolga mos, hammasiga moslab yangi reklama tayyor bo'ladi. Chunki reklamaga pul sarflamasa, ularda tovar oborot bo'lmaydi. Reklamada sizni tomog'ingizni tushirib reklama qilgandan keyin o'z-o'zidan bolalardan yashinib, asta pastga tushib, asta kolani olib tushib, indamay ichib olasiz-ku. Majbur bo'lyapmiz, chunki miyamizga tayyorlab obordi shuni qilishing kerak deb. Qilyapmizmi? Mutlaqo zararligini bilamiz, ichamiz. Hech narsa qilmaydi. Yesang ham o'lib, o'lsang ham yeb o'l deb ichib qo'yaveramiz, to'g'rimi? Qilyapmizmi shuni? Men reklamani muhimligini qayerda tushunganman? Covid bo'ldi, hamma uyda o'tirib qoldi, to'g'rimi? Surxondaryoga ketdik oilaviy. Kelinlik xizmatini qilib, ko'chaga suv sepamiz. Har kuni ertalab qo'shnimizning o'g'lini bitta qilig'i e'tiborimni tortdi. Har kuni o'tga ketadi. O'tdan qaytib kelayotganda qo'lida bitta qop-qora bakalashkani oladi-da, uyga kirmasdan oldin o'sha suvni ariqqa to'kib, bakalashkani olib kirib ketadi. Bir kun to'xtatdim, Orif, nima qilyapsiz deb. Keyin Orif aytdi, "Yanga" dedi, "kechqurun shunday zo'r o'yin ketyapti, omad shov" dedi. Bunga dedi, har xil narsalarga dedi, lotereya qo'yilgan dedi. Mashina yutib olmoqchiman, Malibu dedi. 4 ta qopqoqni yig'dim dedi. Yana 2 ta kerak dedi. Siz ham iching yanga, keyin berasiz menga qopqoqni dedi.
keyin nima ekan deb rosa qiziqdim. Qachon bo'ladi dedim. Shunday soatda bir ko'ring dedi. Keyin kirib ko'rdim. Kirsam bir 5 talar mashin qo'yilgan. O'sha mashinani yutib olish uchun butun xalq qandaqadir sharbatlar ichar ekan, makaronlarni ichidan chiqar ekan, tuzlarni ichidan chiqar ekan, bitta suv bor ekan, qopqog'ini yig'ish kerak. Har xil narsa bor ekan. Eng qizig'i uni hammasini bitta-bitta tekshirib ko'rsangiz, umuman ta'mam yo'q. Makaronni qaynatsangiz, atalas chiqib ketadi, tuz yodlanmagan. Keyin tushunib qoldim uni. Yaxshilab tagiga yetib surishtirsam, bir tadbirkor, misol uchun, mana shu akamday odam pul olar ekan, ko'ppala pulni olib, bir 5 ta mashinaga yetadigan pulni borib, 5 ta mashina sotib olib, borib reklamaga qo'yadilar. Mana shu mashinani yutib olish uchun 4 ta savdogar bilan shartnoma qiladilar. Lotereyani qo'yaman, sizda tovar oborot oshadi, bizda esa o'yin bo'ladi. Ana o 5 ta mashinani yutib olish uchun tovar oborot va reklamaga kelayotgan pullarni qo'shib olib, hech bo'lmasa 15 ta mashinani pulini chiqaramiz. Shunda hamma foydada. Chunki 5 ta mashinani bittada o'ynaganda yutib olmaymiz-ku. Nechta odam o'ynaydi shuni yutib olish uchun? To'g'rimi? Tovar oborotdan foydani beradilar bu kishiga. Uzr, sizga misol qilayotganim uchun, endi umuman misol uchun deyapman. Ana shuncha mashinani pulni yig'ib olib, u tadbirkor ozroqdan keyin novostroyga qurishni boshlaydi. Biznes kengayib ketyapti, to'g'rimi? Buni tushuntirish uchun aytaman. Men Orifning ustidan kulmoqchi bo'ldim. O'lgarang, shunaqa o'yinlarga aldanib yuribsanmi deb. Lekin o'zim ham aldanganim esimga tushib ketdi bir zamonlar. Eslataman sizga. Men studentman dedim-ku, o'sha birinchi kelgan vaqtlarim. Student, chaqalog'i bor kelinchakda nima orzusi bo'ladi, do'stlar? Kir mashinam bo'lishini xohlardim. Qo'lim tog'orada chiryapti-da, ishton yuvasiz, boshqa qilasiz, shu kir mashinam bo'lsin, lekin ijaradan pul orttira olmayapmiz kir mashina olishga. Baxtimga Zelyoniy choy parashogidan aksiyasi chiqdi. Kim esladi? Yod bo'lib ketgan-ku, ha? Menga shunaqa o'yin duch kelib qoldim. Men omadli qizman, meni omadim bor, Allohga shukr, men kir mashina yutib olaman. Parashok sotib olishni boshladim. Ana ichidan tekin parashok chiqib qolsa bormi, qizlar? Toza pardalarni ham yechib yuvaman. Xo'jayinim yana yangi parashok olib berish uchun. Shunaqa ko'p oldim shu parashokni, omadim bor, bir ham tekindan tekin chiqaveradi, ichidan yana yangi olaveraman. Xullas 1-avgust kuni Zelyoniy choy parashogidan aksiyasi tugadi. Kir mashina yutib ola olmadim. Lekin xavotir olmang, buxgalterda qiziman. Aksiya boshlangandan oxirigacha nechta parashok o'ynaganimni yozib borganman. Hisoblab ko'rdim. 2 ta kir mashinani puliga parashok sotib olgan ekanman. O'lgaray. Bitta kir mashina, tushunyapsizmi? Men ham qilgan ekanman shu ishni. Lekin nimagadir biz shuni qonuniy deb o'ylaymiz. Qonuniy-da, televizorda ko'rsatyapti-ku. Mana shunaqa ishlash kerak o'zi deymiz. To'g'rimi? Men shuni o'ylaganman. Men ham agar mana shu mahsulotni tinchgina televizorda reklama qilsa, o'ylagar hozir shuncha charchab gapirmasdim. Bitta san'atkor chiqib, uzoq umr ko'rish uchun yapon salomatligini tanladim desa, o'zi kerak odamlar topib oladi buni. To'g'rimi? O'zini yaxshi ko'rgan odamlar topib oladi. Eng qizig'i, sizdan mendan oldin buni vrachimiz o'rganadi. Bordi-yu o'sha vrach o'zini ustida ishlaydigan vrach bo'lsa. Afsuski hozir hamma vrach ham o'zini ustida ishlay olmaydi, xafa bo'lmanglar. Men vrachlarni yaxshi ko'raman, ular bizning ustozlarimiz. Nimaga ular ustida ishlay olmaydi aytaymi? Bitta o'zimni yaxshi ko'rgan pediatrim haqida aytaman. Juda kuchli pediatr. Ularni oldiga soat 7 da borsam ham, kechqurun 8 da borsam ham, kabinetini tagidan klinikani eshigini tagigacha ularda ochirt bor. Qiziqib bir kun so'radim, voy xudo, ataylab ochirtga turmay deb kechqurun keldim. Hozir ham odam bormi? Aytsam, nima qilay endi? Shuda elchilikda dedi. Opa, qachon uyga ketasiz? Uyingizga boraman. Desam, voy, men hozir uyga keta olmayman. Men 10 da uyga boraman. Nimaga desam, davlatdan topshiriq bor, patronajda yuraman, yotoq kasallar borib ko'raman, kecha raddomga tushganlar borib ko'raman, skoriga tushganlardan borib xabar olaman, ro'yxat qilaman, atchot tayyorlamanki 10 da boraman uyga dedi. 10 da ham qarindoshlar kutib oladi. Yangi, yaxshi keldingizmi? Bir tomog'imizni artib qo'ying. Mana o jiyaningiz jim bo'lmayapti-da, shu bora olmadik oldingizga deb uyimga kelib turishgan bo'ladi. Zo'rg'a joyimga kirsam bo'ldi. Bo'lmasa o'sha oshxonam o'zida ham uxlab yuraveraman dedi. Ertalabdan yana ish boshlanadi. Qachon u buni o'rganadi, ayting? Qachon u televizor ko'radi? Ha? Shuning uchun bugun juda ko'p vrachlar bilmaydi degim kelyapti, lekin hozir juda ko'p vrachlarimiz allaqachon 2024-yildan buyog'iga bu mahsulotni juda katta start bilan o'rganib, juda ko'p mahsulotlardan mana shu patsientlardan rezultatlar olishni boshladi, do'stlar. Men reklama qanchalik ishlashini sizga tushuntirdim menimcha. Keling, vrach ham bilib oldi. Ana endi siz bordingiz. Men bordim. Siz, qarindosh urug'larimiz hamma doktorga borsa yozib beradimi vrach buni? Kerakligini tushunib oldi. Kimga qanday ta'sir qilishini tushunib oldi. Vrach yozib bersa qayerga boramiz? Aptekachi bekorga o'tiribdimi? Yo'q deganda mahsulot ustiga narx qo'yadimi? Ana endi siz bilan meni qo'limga yetib keldi. O'zi bor yo'g'i mana buncha turgan mahsulot, mana siz bilan meni qo'limga yetib kelgandan keyin $1,500 ga aylanyapti. Bu mahsulotni aptekaga qo'ysa shunchada olish mumkin, do'stlar.
Eng qizig'i, mana shunaqa narxda mahsulot oladigan odamlar bormi bizda? Shunaqa aptekadan dori ola olasizlarmi 1,5 ming dollarga 6 oylik? Qiyin-a? Bizda 2% ham chiqmasa kerak unaqa odam oramizda. Bormi? Yo'q. Eng qizig'i bunaqa holat faqat bizda emas, juda ko'p mamlakatlarda shunday. Lekin mahsulot haqiqatda ham o'zining narxiga mos. Tushuntira oldimmi? Yaponiyaga borib, buni qanday yetkazsak arzon yetkazamiz deb murojaat qilgan edi. Yaponiya bizga mutlaqo yangi bir fikrni berishdi. Bizni mahsulotimiz 100 yildan beri iste'molda. Shu kungacha reklamaga muhtoj bo'lmagan. O'rtadagi vositachilarga muhtoj bo'lmagan. Kel, senga boshqacharoq bir yo'lni o'rgataman. Shunchaki ishlab chiqaruvchi bilan iste'molchini bog'lab qo'y. O'rtadagi vositachilardan voz kech. Boyaga reklamachi, magazinchilar hammasidan voz kechasan. Shular shunchaki bilan internet magazin bilan bog'lab qo'y dedi. Internet magazinda shu mahsulot turganiga mana 10 yil bo'lyapti do'stlar. Dekabr oyida kompaniyaga 10 yillik yubiley bo'ladi. 10 yildan beri birinchi marta eshitib turganlar bormi orangizda? Shu yil eshitayotganlar bor-ku. Hech bo'lmasa xalqni xabardor qilish uchun reklama kerak ekan-a? Bo'lmasa tush ko'rib kelmaysiz-ku. Reklama kerak ekanmi? Kompaniya 80% reklamaga ketadigan xarajatni ajratib, reklama qilishga kirishganda Yaponiya aytdi, "Meni mahsulotim reklamaga muhtoj emas." Bilasanmi, dunyoda inson zoti borki, dunyoda nimadandir foyda ko'rsa, uni kimgadir albatta reklama qiladi, tavsiya qiladi. Masalan, birortangiz vrach emassiz, lekin hozir sizga kimdir ichim ketib qoldi desa, nima ichishni ayta olasiz. To'g'rimi? Hozir sizdan so'rasam, yaxshi tikuvchi bormi? Opa desam, menga bitta yaxshi tikuvchini aytasiz. Yaxshi kafeni bilasizmi desam, bitta yaxshi kafe aytasiz. To'g'rimi? Menga bitta yaxshi mashina usta kerak desam, bitta yaxshi mashina ustasini aytasiz. To'g'rimi? Birorta yaxshi butik so'rasam, bitta menga yaxshi butikni aytib yorasiz. Lekin biror marta o'sha butikda sizga tekinga ko'ylak berishmadi, avtoslesar sizga tekin xizmat ko'rsatmadi, sizga biror marta tekinda kafeda bitta marojni berishmadi, sizga tikuvchi aytmadi-ku, "Opa, siz bir qizni menga jo'natgan ekansiz, shundan keyin shunday menda klientlar ko'paydi, rahmat, sizga bu safar kiyim bonusga" demagan-ku. To'g'rimi? Tilingiz chiqibdi-ku, reklama qilib yuribsiz-ku hamma narsani. Yaponiya aytayapti, "Meni mahsulotimni ichgan odam gapirishi bilmasa ham uni rangi sotib qo'yadi. Rang ko'r, hol so'r" deydi. Bu biz insonmiz-ku, agar sizdan "Voy, biram yaxshi yuribsiz, nima qildingiz?" desa aytasizmi yo'qmi savob uchun? Aytasizku, "Kel, shu reklamaga ketadigan pulingni o'sha iste'molchinga to'lab ber. Qayerdagi aktyor, aktrisalarga to'lama. Reklama agentligiga to'lama. U pullari to'plab olsin-da, o'sha iste'molching. Mahsulotni aniq bilaman, ichgan odam, agar uni erkak kishi ichsa, ayolim ham ichish kerak ekan, qo'sha qaraylik" deydi. Agar uni farzand ichsa, ota-onam ham ichsin ekan deydi. Agar uni ota ichsa, farzandim ham ichsin ekan deydi. Tushunyapsizmi? Hamma ichishni xohlaysiz, lekin mana bu pulni o'zimiz zo'rg'a topganmiz. Ularga qayerdan topib beramiz? Mahsulotni 6 oy bitta odam o'zi ichishi kerak. Shunda u ta'sir qiladi. Chunki 6 oy o'rtacha u organizmni tozalaydi, tiklaydi, to'yintiradi hujayralar bilan, minerallar bilan. Tushuntira oldimmi? Mana shunaqa tartibda ishlaydi. Nima uchun endi aptekada yo'qligini tushundingizmi? Reklama ketadigan xarajatlarni kompaniya Yaponiyani oddiy, sodda maktab o'quvchisi ham tushunadigan binar marketing tizimida daromadlar to'lab, reklamaga ketadigan pulni sizga to'lab, mahsulotni borligini odamlarga e'lon qilmoqchi. Aytgingiz kelsa aytasiz, aytgingiz kelmasa shunchaki iste'molchi bo'lib qolishingiz mumkin. Agar yo'q, men aytaman, tavsiya qilishni o'rganib olib, kimgadir yaqinlarimga aytaman degan qarorga kelsangiz, uni ham xavotir olmang, ular o'zlari o'qitadi, o'rgatadi. Mana shunaqa bizga o'xshagan negerlar bor, yo'q, liderlar bor. Qanday ishlanadi, qanday tavsiya qiladi, mana shunaqa tushuntirib berishadi. Bo'ldi. Siz yaqiningizni olib kelib, yerga o'tirg'izib qo'ysangiz, bo'ldi. Ketaveradi ish. Qiyin joy bo'lmasa kerak-a? Bo'ldi, mana shunaqa tartibda yaqinlaringizga tavsiya qilishni boshlaysiz. Buning uchun mana marketing plani bo'yicha sizga tushuntirib beraman do'stlar. Yaponiyaning marketing tizimida, binar tizimida ishlaydigan marketingi ikkilik tarzda, binar degani. Mahsulot necha pul edi? $380 bizda hozir ikkita loyiha ishlayapti. $380 bizda ikkita loyihamiz necha pul bo'lyapti? $760. $760 plus bank xarajatlari bilan qo'shganimizda bankdan to'lov qilamiz. Xohlagan ko'rinishda dollar, so'm, plastik ko'rinishda hammasi banklardan to'lov amalga oshiriladi. Ikki loyiha Magic Pack mahsuloti hamda Beauty Pack mahsulotini birgalikda xarid qilish imkoniyati bor sizda. Mana shunda mahsulotimiz bizga o'rtacha $790 ga aylanadi. Buning uchun mana shu $790 qimmat-a? Qimmat, men uchun ham qimmat edi. Lekin insonchi nimanidir o'ziga qimmat desa, bunga hech qachon erisha olmaydi. Bu fakt, bu bilim.
Siz o'zingizga nimadir qimmat desangiz, unga erishib bo'lmaydi. Men buni o'zim uchun arzonlashtirib oldim. $790 nima olish mumkin o'zi? $790 do'stlar, bu yerda siz birinchi navbatda 6 oylik mahsulot olyapsiz. 6 oylik mahsulot kuniga do'stlar $5 dan to'g'ri keladi. Faqat buni birdan olayotganingiz uchun sizga katta ko'rinyapti. 6 oylik mahsulot kuniga $5 dan to'g'ri keladi. Men aytdim, arzon-ku. Chunki do'stlar, o'g'limni shinasini yechish uchun men kuniga $5 emas, undan ko'proq sarflayotgandim. 20, 30, $40 sarflaganman kuniga hisoblasam. Har doim shinani razmerini kattalashtirib turganmiz. Kunlik massajga qatnaganman. Yo'l puli, kunlik ichadigan dorilarimiz, hisoblab ko'ryapsizmi? Endi uzoqqa bormayman. Ota-onangizni sanatoriyga o'tkazayotgan bo'lsangiz kerak. Sanatoriyada yotganda yaxshi bo'ladi, qaytib kelgandan keyin yana shu ahvolga keladi. Bitta sanatoriyga yotish necha pul turadi? Hozirgi kunda. Sanatoriyga yotishdan oldin hech bo'lmaganda 2 millionga diagnostika qilasiz oldin, to'g'rimi? Yaxshilab ko'rsatasiz. O'rtacha sanatoriy necha pul turadi kuniga? 400 ming, 300 ming turadi. Da. Xo'p, 10 kun yotsa necha pul bo'lyapti? 400 mingdan 4 million bo'lyapti. 6 million pul hisoblab bo'ldikmi? Keyin fizioterapiyalar uchun отдельно to'lov qilishingiz kerak yoki dori-darmonlarni tashqaridan olib kelib beradiganlari bo'ladi. O'rtacha 1 million ketdimi? 7 million bo'ldimi? Shu bilan qutuldikmi? Yo'q, izidan ko'rgani boramiz. Hech bo'lmasa 3-4 marta borsangiz, yana ketib turibdi 1,5 million. Mayli, joni sog' bo'lsin, lekin shuncha pulni ishlatyapmiz, effekt yo'q. Bu mahsulot ildizi bilan ishlayapti. Nima deb o'ylaysiz? $5 kuniga vobshe arzona. $5 mundayroq yigit o'ynab, kulib, kola ichib, sigaret chekib ham yo'q qilyapti. Bir o'zingiz ham o'ylab ko'ring, uni indamay adashib taksiga o'tirsangiz ham to'lab tushib ketyapsiz. To'g'rimi? Arzon. Buni evaziga sizga kompaniya 3 kunlik обучение beraman, sog'lik bilan birgalikda deyapti. 3 kunlik обучение paytida 3 kundan 6 oygacha обучение olasiz. Sizga buni qanday taklif qiladi, qanday kimga tavsiya qilish mumkin? Bu yer bozor emas, bu yer vokzal emas, biz bu yerga har kimni taklif qilmaymiz. Mabodo sizni begona odam chaqirib qo'ygan bo'lsa, nimaga meni chaqirdi ekan deb hayron qolmang. Bilmayman, sizni Xudoga yoqqan bir ishingiz bo'lsa kerak, uni ko'ngliga solib qo'ygan, davay chaqir degan. Agar tanishingiz chaqirayotgan bo'lsa, uni sizga qayg'uryapti birinchilardan bo'lib. Qarindoshingiz chaqirayotgan bo'lsa, unga rahmat aytib qo'ying hozir. Bu yerda shunday o'rgatishadi, hammani chaqirma. Chunki hamma ham kelib sog'lom bo'lib, zo'r bo'lib dunyo balansi o'zgarishi shart emas. Bo'lmasa hamma noshukur bo'lib ketadi. Kasallarni ham ko'rib turish kerak odam, to'g'rimi? Hamma boy bo'lib, millioner bo'lib, zo'r bo'lishi ham shart emas. Chunki hamma boy bo'lib ketsa, kechirasiz, kimdir огородda ishlash kerak, kimdir ko'kat, gashnit yetishtirish kerak, to'g'rimi? Kimdir taksistlik qilish kerak, kimdir bilmayman. Buni maqsadi katta insonga ayt. Sog'lomman, baquvvatman, bugun hayot berayotgan imkoniyatdan ko'proq foydalanmoqchiman, ota-onamga, farzandlarimga ko'proq ishlar qilmoqchiman degan odamga aytgin deb, mana shu yerlarda shunaqa joylarda o'qitishadi, o'rgatishadi. Kelib обучение olsangiz o'zingiz tushunib olasiz. Обучениесі bor do'stlar. Hozir xohlagan kursga borsangiz hech bo'lmasa 2 million to'laysiz-ku kursda o'qish uchun, to'g'rimi? Pravaga o'qish uchun necha pul to'layapsiz? Har xil. Lekin ayollar ham mashina hayda olyapti. Odamzodga nimadir o'qitsa, o'rgatsa qila oladimi, yo'qmi? Qilsa bo'ladi. Bemalol. Meni mana shu joyga xotirjam qildi. E'tibor bering, yo'qotish yo'q. Sarflagan pulimizga mahsulot olib ketyapti sog'lig'imizni yaxshilash uchun. Biologik faol qo'shimcha 6 oylik. Va buni evaziga sizga kompaniya tekinga o'qish beraman deyapti. O'qisa, o'rgisa qilsa bo'ladi. Ana endi, ana shu o'qish davomida sizni takliflaringizni, kimni qanday taklif qilish, siz taklif qilgan inson bilan birgalikda kelishadi, taklif qilishni boshlaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu berilgan ma'lumotni aytmasdan, shunchaki telefon qilib, do'stim, senga bitta zo'r yangiligim bor. Aytmasam yorilib o'laman. Tez yetib kel Oybek metroga deyish uchun qancha vaqt kerak? 5 minut. Umuman ikkita yaqiningizga bitta zo'r yangiligim bor deb xotirjam bo'lib aytish uchun, hech narsa ma'lumot bermasdan ko'rishib olsak bir zo'r yangilik aytardim senga deyish uchun qancha vaqt kerak? 1 hafta desam rozimisiz? 1 hafta vaqt yetadimi shu ma'lumot bilan tanishtirishga? Bo'ladi. O'rtacha sizniki ham emas, meniki ham emas. Mana bu siz $790 to'lagan kuningiz sizga kompaniya o'zini rasmiy saytidan biznes akkaunt beradi. Biznes akkauntingiz bo'ladi va siz обучение olasiz. Обучениеdan keyin birinchi haftani o'zida e'tibor bering. Misol uchun Ali bilan Valni taklif qildingiz. Ali bilan Vali ham ikkinchi haftada o'qidi, o'rgandi, 3 kunlik обучениeni oldi. Mahsulot iste'mol qilishni boshladi. Mahsulotdan birinchi, ikkinchi kunda o'zida rezultat sezilishi boshlaydi. Aytaymi nima rezultat? Ichi yaxshi kelish boshlaydi. Hamma qabziyatdan qiynaladi, to'g'rimi? Eng qizig'i bosh og'rig'i ketadi. Uyquni me'yorga tushishi boshlanadi.
lanchlik yo'qoladi. Mana shu holatda o'zi paydo bo'lishi rezultat degan do'stlar. Bo'ldi, tavsiya qilish boshlandi. Ikkinchi haftada Ali 2 ta, Vali 2 ta eng yaqinni tavsiya qildi. Uchinchi haftada bu ikkitadan inson ikkidan taklif qilsa nechta bo'ladi? 4 ta. 4-hafta 4 ta ikkidan taklif qilsa-chi? Aktiv bo'lamiz. 8 ta. 8 ga 8. Bir oy vaqt o'tdi. Kompaniya har bitta taklif qilgan insonimiz uchun bizga 3 xil ko'rinishda daromad taqdim qiladi. Birinchi daromad turi rekrut bonus. Rekrut bonus degani shaxsan siz taklif qilgan insonlar. Mana bu Ali bilan Valni siz chaqiruvdingiz-ku, sizga kompaniya siz taklif qilganingiz uchun rekrut bonus $150 taklif qilgan haftangizni o'zida tushirib beradi. Qanday tushundingizmi? Siz shu hafta birinchi haftani o'zida ish boshlagan birinchi haftangiz o'zida Ali bilan Valni taklif qiluvdingiz, sizga kompaniya $150 Alini taklif qilganingiz uchun, $150 Valini taklif qilganingiz uchun to'lov qilib berdi. Sizni shaxsiy taklifingiz uchun. Yaxshimi? Xo'p, ikkinchi daromad turi bu kichkina bonus. Har ikkita loyihada kichkina bonus har ikkita loyihada $62 bo'ladi. $62 dan har bir tavsiyangiz uchun daromad olasiz do'stlar. Endi keling hisoblaymiz. Kichik bonus kompaniyamizda mana shu tuzgan tarmog'ingizni kam tarafidan olinadi. Keyin hisoblaymiz, kam tarafimiz qaysi taraf? 8 ga 4 qo'shamiz, 4 ga 2, 2 ga 1 qo'shsak, 15 ta bu tarafda, 15 ta bu tarafda hamkorlarimiz bor. 15 ni 62 ga ko'paytiraman. Necha bo'ladi? Kalkulyatorda ochib hisoblang. Hisoblang. $930 daromadimiz bo'lyapti. To'g'rimi? Men siz tekshirayotgan bo'lishim mumkin. Hisoblang. 15 62 ga ko'paytiryapman. 930 siz birinchi haftada 150 ga 150 oluvdingiz. Uni qo'shaman. $300 da. Nech pul bo'ldi? $1230 daromad oldingiz. Birinchi oyni o'zida. Sarflagan pulingiz qaytib keldimi? Qaytib keldimi? Qaytib kelar ekanmi? Pulimni qaytarib olish mumkinligi ham qiziq bo'ldi menga. Chunki bu pulni men qarz qilib ham olib kelmoqchi edim-da, o'zimda uncha pul yo'q edi. Student edik dedim-ku, bir 2-3 ta dugonamdan oz-ozdan olib tursam, o'zimdagi borni qo'shsak, xo'jayinim hammamiz birgalashib olamiz degan fikr bilan mana shunaqa holatga kelganmiz. Qaytib olsa bo'lar ekanmi? Bu kichkina bonus do'stlar. Kichik bonus $62. $62 ni sizga kompaniya 6 oyga bo'lib to'laydi. Chunki loyiha 6 oylik loyiha. Tushuntira oldimmi? Endi ikkinchi oy 5-hafta. Ikkinchi oyda ham davom ettirib ko'raylik. 4-haftadagi 8 ta inson 3 kunlik обучениеni oldi, o'qidi, o'rgandi. Eng yaqin ikkitadan insonni tavsiya qildi. 16 ta bu tarafda, 16 ta bu tarafda. 6-hafta aktiv bo'lamiz. Nechta? 7-hafta 64 ta bu yoqda, 64 ta bu yoqda. 8-hafta 128 ta bu tomonda, 128 ta bu tomonda. Tugatamiz. 240 ta bu tarafda bo'lyapti, 240 ta bu tarafda bo'lyapti. 240 ni 62 ga ko'paytiraman. Necha bo'ladi? $14,880 bo'lyapti. 14,880 ga o'tgan oydagi 1230 ni qo'shaman. Olgansiz-ku? Oldingiz shu pulni. Olgansiz-ku o'tgan oy. O'tgan oydagi pulni ham olib kelib qo'shaman. Umumiy daromadingizni ko'rsatmoqdaman ikkinchi oyda. $1230 ni ham qo'shyapman. Nech pul bo'ladi? $16,110 daromad bo'lyapti ikkinchi oyda. Kim biladi shunaqa ishni ikkinchi oyda daromadingiz shuncha bo'ladigan? Shunaqa ishni bilasizlarmi? Yo'q-a? Menga qiziq bo'ldi, chunki men biz bunaqa pulni qidirib yurdik. Ikkita yosh kvartirada har oy kvarplata qistalganda nimani o'ylaysiz? Qani edi shu o'zimizning uyimiz bo'lsa. Hozir 5 ta maqsadim bor, shu 5 ta maqsad sizda bo'lsa, siz ham qo'shilib qo'ying. Siz uchun yaxshi imkoniyat kelib qoldi. Uy olish xohlardik. Dadamga mashina sovg'a qilish xohlaganman. Nimaga bilasizmi? Aslida dadam meni o'qitgan pullariga o'zi bir emas, 2 ta mashina olib binsa bo'ladi. Lekin dadam bu ishni qilmagan. 5 ta farzandini ham oliy ma'lumotli qildilar. Men aytardim, har doim o'qishga ketayotganimda dadam meni kuzatib qo'yardilar-da, o'zlari peshkom ketardi, issiqda, sovuqda peshkom ketardilar. Men esa issiq vagonda yoki mashinada o'tirib ketayotganimda, hali xudo xolasa zo'r joylarda ishlayman. Pulim ko'p bo'ladi dada, men sizga mashina beraman deb niyat qilib qo'yardim. O'zlariga ayta olmaganman, lekin yuragimga bir urib, xudo xolasa olib beraman deb qo'yardim. Lekin Toshkentga kelganimizdan keyin
joy kelsa farzandimizga kerakli pampers ola olmagan kunlarimizda ham uncha yigitlar qila olmayapti, senga yo'l bo'lsin degan paytlarim bo'lgan. Men mana bu marketingni, mana bu summani ko'rganimda 16 mingga bitta mashina olsa bo'ladimi? Men aytdim, voy dedim, qilsa bo'lar ekan-ku. Mana shunaqa maqsadlarim tirilishni boshladi. Biz uy olishimiz kerak edi, mashina olishim kerak edi dadamga podarka qilish uchun. Ota-onamizga to'ng'ich farzandmiz, ukalarimizni oyoq qo'yishda yordam bersak, umralarga jo'natsak, bormi shunday maqsadlar orangizda? Bir uyga chiroyli sharoitlar qilsak, bir chiroyli yashashga haqqimiz bor-ku, oyoq qo'lingiz butunda, Alloh aqlingizni bergan, ilm bergan, qilish mumkin-ku. Men aytdim, hamma narsadan hikmat qidiraman. Allohim bekorga jo'natmadi bu yerga bizni. Bekorga kelib qolmadim. Men aytdim, zo'r summa, to'g'rimi? Lekin ishonish qiyin. Qilsa bo'ladimi degan savol tug'iladi. Lekin shuni yarmini o'xshatish mumkinmi? Har qanday biznesmen 100% reja qiladi. Shuni yarmini o'xshatishni harakat qiladi. Yarmi o'xshasa, demak, ikkinchi oyda 16 ming emas, qancha bo'ladi? 8 ming. Yarmini o'xshatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Keling, 10% o'xshasachi? 8 mingni 10% qancha bo'ladi? 16 mingni 10%. 1600 bo'ladi. Ikkinchi oyda $1600 beradigan ish bormi? Yangi xodim bo'lib borgan joyingizda. Men aytdim, bo'ldi, qilsa bo'ladi. Bu degani do'stlar, haftasiga ikkita emas, 10% ish o'xshashi. Oyiga ikkita insonni taklif qilish degani. Men aytdim, buni qila olaman. Oyiga ikkita insonni qilsam bo'ldimi? Ha, oyiga ikkita insonni qilsangiz ham bo'ladi. Unda shu asta-asta harakat qilamiz, lekin aniq natijaga chiqasiz. Men aytdim, oyiga ikkita insonni urib bo'lsam olib kelaman dedim. Kamroq ovsinim bilan g'iybatlashaman, kamroq dugonalarim bilan gaplashaman, shuni telefonda aytaman, kelishadi. Обучениесini olaman, aytganini qilaman, bo'ldi dedim. Bo'ldi. Mana shunaqa tartibda ish boshlandi. Mana sizga men kichkina bonus ko'rsatdim, lekin men sizga faqat bir tarafdan pul ko'rsatdim, ko'rgan bo'lsangiz. Kam tarafdan kichik bonus beriladi. Kompaniyaning 3-daromadi bor, bu katta bonus. Katta bonuslar ko'p tarafingizdan sovg'a ko'rinishda yig'iladi. Katta bonusimizni birinchisi, hamkorlaringiz soni har ikkita tomonda 50 taga 50 ta yetganda sizga kompaniya sayohat taqdim qiladi. Navbatdagi sayohat Tailandda. Kim Tailandga borishni istaydi? Bormi biz bilan bo'ladiganlar? Молодец, mana opam qo'l ko'tardilar. Tailand ketar ekanlar. Kim taklif qilgan bularni? Kim taklif qildi sizni? Kim? Voy, juda zo'r odam taklif qildi sizni. Mahkam ushlang. Maqsadlari katta, muhimi juda ham ko'p shogirdlari bor. Tirishqoq bo'lsangiz sizni Tailandga olib ketadilar, xudo xolasa. Oz qoldi sayohatimizga, uddalashingizga ishonaman. Yana kim ketadi Tailandga? Do'stlar, men Allohga shukr qaror qabul qilganimdan xursand bo'laman. To'g'ri, osonlikcha tushunmadim. Yetib kelish qiyin bo'ldi, bilmayman, magistr bo'lsam ham yetib kelish qiyin bo'lganmi, bilmayman. 3-4 marta eshitgandan keyin tushundim. Lekin tushunib qaror qabul qilganimdan xursand bo'laman. Men bugun kompaniyada bir nechta sayohatda bo'ldim. Sharm el-Sheyxda, Turkiya Antaliyada, Maldiv orollarida. Kompaniya eng qimmatbaho, eng chiroyli sayohatlarda olib boradi sizni. Shuning uchun bunaqa imkoniyatdan foydalaning. Sayohatga borish xohlaydigan. Keyingisi, hamkorlaringiz soni 120 taga 120 ta yetganda sizga kompaniya avto bonus $8000 pul mukofoti yoki Lada Grand avtomashinasini sovg'aga beradi. Men bunaqa avto bonusni bir emas 2 marta oldim. Chunki dadamga mashina sovg'a qilmoqchi edim. Alhamdulillah, bu yerda faqat dadangizga emas, qaynotangizga ham mashina sovg'a qilasiz deb o'rgatishdi. Kim shunaqa kelinga ega bo'lmoqchi bo'lsa, olib keliningizni ishlagan. Shunaqa 2 marta avto bonus egasi bo'lish nasib qildi. Keyingisi esa hamkorlaringiz soni 300 taga 300 ta yetganda sizga kompaniya $20000 pul mukofotini beradi. 300 ga 300 bo'lganda. 20 mingni ham 2 marta oldik. 2 marta $20000 bonus egasi bo'ldik. Har gal kvalifikatsiyalarga ega bo'lganingizda shunchaki pul olmaysiz. Inson zoti e'tirofni yaxshi ko'radi, to'g'rimi? E'tirofda, sahnalarda, gullar bilan, shogirdlaringiz bilan, ustozlaringizni olqishi bilan taqdirlanasiz. Va har bitta kvalifikatsiya uchun znachoklar yaxshigina siz uchun tasdiqlangan, siz uchun yasalgan znachoklar bo'ladi. Oltin kvalifikatsiyadagi znachok, oltin suv yugurtirilgan znachok, platina kvalifikatsiyasi uchun tashkil qilingan znachok. Birinchi znachogim mana bu 12 grammli platina, bugun sizga ko'rsatish uchun taqib keldim. Platina bu oq oltin degani, sariq tilladan qimmatroq turadi. Ikkinchi znachogim ham yaxshigina znachok, yangi dizaynda, ikkita mana shunaqa znachokda egasi bo'ldim. Hamkorlaringiz soni oshgani sari sizda bonuslar ham oshib boraveradi. 800 ga 800 bo'lganingizda sizga kompaniya $50000 pul mukofotini beradi yoki o'rniga Land Cruiser Prado avtomashinasini taqdim qiladi. Men bundan bir marta oldim.
Olgisi kelganlar yo'qmi? Rahmat. 50 ming dollar, 20 ming dollar, 50 ming dollar bir marta oldim, 20 ming, 8 ming dollarlik bonuslari egasi bo'ldik do'stlar. Men bugun yurtboshimizdan minnatdorman. Siyosatimizdan minnatdorman. Bugun tarmoqli marketing sohasida qonunchilik ishlab chiqishgani uchun minnatdorman. Chunki kompaniyamiz tarmoqli marketing qonunchiligiga to'g'ri keladigan, talablarga mos keladigan kompaniya hisoblanadi. Bugun bu kompaniya O'zbekistonda juda ko'p insonlarning sog'lig'ini yaxshilashga yordam berdi. Bugun mahsulotlar, sizga saytda sifatlari sanab o'tilgan mahsulot 2024-yilda klinik ispitaniyadan o'tkazildi. Klinik tadqiqotdan o'tkazildi. Juda ham zo'r rezultatlar bo'lgan. Internet tarmoqlarda, rasmiy saytlarda ko'rib guvohi bo'ling. Internetlarda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Mahsulotni Yevropa meditsina xodimlaridan tortib, o'zbekistonlik mashhur vrachlarigacha mahsulot to'g'risidagi xulosalar, juda ham hayron qolarli natijalar bor. Va biz har hafta, har yili o'tkazayotgan tadbirlarimizni onlayn Believer News kanalida, ofitsial kanallarda, Instagram, Telegram kanallarida qo'yib boramiz. Ularni ko'rishingiz mumkin. YouTube'da o'zining maxsus joylarida, maxsus kanallarida silkalar orqali ko'rishingiz mumkin. Rasmiy to'g'ri ma'lumotlar egasi bo'lishni xohlasangiz, to'g'ri silkalardan, to'g'ri saytlardan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Juda ham chiroyli ma'lumotlar bor. Internetda, ommaviy televideniyalarda, bizda 12 dan ortiq ommaviy televideniyalarda, telekanallarda biz haqimizda rasmiy ko'rsatuvlar juda ham ko'p. Ularni ko'rishingiz mumkin. Xullas, juda ham ko'p chiroyli tarixni bosib o'tyapmiz. Alhamdulillah, shu kungacha mahsulot borasida ham, marketing borasida ham yuzimiz yorug' do'stlar. Marketing to'g'risida savol bormi? Kim yordam beradi? Buncha komandani qayerdan to'playmiz? Men unaqa tajribaga ega emasman degan savollar bo'lsa, bizning kompaniyamizda 7 qadamli sistemasi bor. Mana shu sistemani o'zi bu sohani umuman tushunmaydigan studentni ham, uy bekasini ham, oliy ma'lumotni ham, oliy ma'lumotli insonni ham, professorni ham, doktorantni ham, vrachni ham hammani muvaffaqiyatga olib chiqib qo'yapti. Siz faqat shu sistemani o'zi turib bersangiz bo'ldi. Sistema bu haftalik 2-3 ta bajariladigan vazifalar. Har kuni 2 soatdan vaqt ajratishni o'zi ham mana shunaqa natijalarga erishish uchun sizga yetadi do'stlar. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, men siz tarafman-ku, boya aytdim, men bugun siz taraf bo'laman deb. Siz taklif qilgan insonlar, bugun taklif qilganlar, mana xafa bo'lmaysizlar. Men bugun bitta sirni ochaman aziz mehmonlarimizga. Bugun sizni taklif qilgan inson hozir tashqariga chiqqandan keyin so'rang. Men shu ishni qilmaganim uchun sizga aytayapman. Ko'p narsa yutqazganman. Yutqazmadim. Endi mayli, hechdan ko'ra kech bo'lsa ham erishdim. Siz vaqt yo'qotmang demoqchiman. O'chirib tashlayapman buni. Do'stlar, sizni taklif qilgan insondan chiqib tashqarida so'rang. Yaxshi pulga chiqadigan zolotoy mestoga meni qo'yasanmi deng. Oltin joying bormi deng. Ha, desa, siz o'sha joyga tezroq tushib olish harakatini qiling. Meni bu loyihaga turmush o'rtog'im taklif qilgan. Birinchi tadbirlarga turmush o'rtog'im bilan kelganman. Qo'rqoqroq qizman. Odamlar 7 marta o'lchab qaror qilsa, men 700 marta o'lchab qaror qiladigan, hamma narsadan qo'rqadigan, ana shunaqa qiz bo'lganman. Hamma narsani tushunganimda ham, yo'q, qani boshqalar bir qilib ko'rsinchi, ko'raychi deb tomoshabin bo'lish tarafini bo'lganman. Turmush o'rtog'im, mayli sen qilmasang qilma, men qilaman deb ish boshladilar. Ish boshlagan vaqti menga uyga borib yana qaytib tushuntirdi. Bilasan-ku qanday zo'r kompaniya, mahsulotni ichib zo'r rezultat olib turibsizlar-ku. Mana o'g'limiz ham zo'r. Sen qanday yaxshisan? Endi dadasi mahsulot Yaponiyaniki bo'lgandan keyin zo'r bo'ladi-da. Men tan bermay bo'ladi bu narsani. Lekin marketingga ishonchlimi, yo'qmi? Shuncha obro'yimizni risk qilib yotamizmi? Qo'ying, shuni qilmasak ham boshqa ishimiz bor-ku, Xudoga shukr. Qilmaylik deganman. Lekin xo'jayinim birinchi ish boshlagan kunlari aytdi, qara dedi, mana bu men. Husan Boboxonov. Men dedi, endi ish boshladim dedi. Birinchi qo'limga dedi, mana bu yoqda dedi. Ustozim meni taklif qilgan insonni jamoasidan bir ikkita vakillar bor va Dilfuza degan qiz keldi. Bugun u o'zi bilan 10 ta hamkorni, 10 ta qarindoshini yozdirdi dedi. Bir tomonimda 10 ta odam bor hozir dedi. Mana bu qo'lim bo'sh turibdi dedi. Mahsulot hali yana kerak, xotin olgin dedi. Men qayerdan olaman dedim. Tillalaring sotgin olaylik dedi. Yo'q dedim. O'zi bitta tillam bor dedim. Qo'ying shu biznesga rosa mukkasidan ketyapsiz, qilmaylik shuni dedim. Qarada lekin mana shu joyga tushib olsang zo'r pul chiqadi senga dedim. Men aytdim, yo'q dedim. O'sha kuni tushunmadim, nima bo'ldi, nima qo'ydi? Keldim do'stlar, bilasizmi qanchadan keyin keldim? 1,5 yildan keyin xo'jayinim shu kompaniyada birinchi avtomashinasini sovg'aga olganini ko'rganimdan keyin keldim.
1,5 yildan keyin kelsam bu joy turadimi sizga? Ketib bo'lgan ekan. M ismli bir ayol tushyapti. Qo'lida 2000 kishilik jamoa bor edi o'sha paytda. 1,5 yilda ichida. Hozir bu jamoa 20 ming kishilik bo'lgan. Men nima yo'qotdim? Vaqt yo'qotdim, yana joy yo'qotdim. Eng qiziq mana bu 20 ming kishilik komanda meni qo'limda bo'lishi mumkinmidi? Ha? Bugun siz taklif qilgan inson bitta sizga taklif qilgani yo'q, o'ylamang. U siz bilan bir vaqtda, kecha, bugun, ertaga yana kimlardir chaqirib yotibdi. Kim qaror qabul qilsa, o'sha bilan ish boshlaydi. Shuning uchun unga ayting, "Zolotoy mestoga meni qo'yasan." Dengda tezroq borib qaror qabul qilib qayting. Iloji bo'lsa bugun registratsiyadan o'tib keting, meni registratsiya qilib qo'yding. Chunki do'stlar, bugun shunday zamonda yashayapmiz. Kimki yangilikni birinchi tan olsa, o'sha odam muvaffaqiyatli bo'ladi. To'g'rimi? Mana shu narsani keyin kechroq tushundim. Bugun sizga shuni aytayapman. Mana shu Zolotoy mestani ayting demoqchiman. Taklif qilgan insoningizga ayting. Chunki kompyuter tushunmaydi. Dugonamki, u xudo xolisi bir haftadan keyin pul olib kelaman-da deganingizcha, dugonangizni chaqirib qo'ygan yangasi sizdan oldin pul tashab qo'ysa, pul to'lab yorsa, kompyuterga "Voy, shoshma, meni dugonam aytuvdi, yangamni qo'ymay tur" deb bo'lmaydi. Plati, leti degan gap bor. Kim to'laydi shu joylashadi. Shuning uchun mana bu Zolotoy mestani egasi bo'ling do'stlar. Menimcha bugun maqsadlarni amalga oshirish uchun sog'lig'ingizni yaxshilab turib topadigan eng zo'r imkoniyat do'stlar. Nima dedingiz? Gapim oxirida shunday demoqchiman. Ustozim shu gapni ko'p aytadilar. Hamma maqsadlaringga yetasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi zo'r bo'lib ketadi, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'zingni yolg'on umidlar bilan aldama. Hammasi yaxshi bo'lish uchun mana bunga o'xshagan imkoniyatlardan foydalan. Salomat bo'ling do'stlar.